Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Fikrat tahlili dasturining navbatdagi soni efirda. Studiyada doimiy ekspertimiz Fikrat tahlilchisi, tarixchi Ixtiyor aka Esonov. Assalomu alaykum. Ixtiyor aka xush kelibsiz. Demak, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Ozarbayjon Respublikasi Prezidenti Ilhom Aliyevning taklifiga binoan 5-6 iyul kunlari amaliy tashrif bilan Ozarbayjon mamlakatida bo'ladi. Davlat rahbari Shusha shahrida bo'lib o'tadigan Turkiy davlatlar tashkilotining transport o'zaro bog'liqligi va iqlim o'zgarishiga qarshi kurash orqali barqaror kelajakni barpo etish mavzusidagi norasmiy sammitda ishtirok etadi. Sammit davomida ko'p tomonlama hamkorlikni eng avvalo savdo, iqtisodiyot, transport, kommunikatsiya va investitsiya moliya sohalarida, shuningdek yashil iqtisodiyot, qayta tiklanadigan energetika va boshqa masalalar muhokama qilinadi. Delegatsiyalar rahbarlari xalqaro va mintaqaviy ahamiyatga molik dolzarb masalalarni ham ko'rib chiqadilar. Tadbir yakunida qator qo'shma hujjatlar qabul qilinishi ko'zda tutilgan. Demak, mana shu tadbir bor. Bugun erta biz ham aytadiku, mana shunday tadbirlarning axborot qismiga hissa qo'shish maqsadida biz bugun turkiy millatlar haqida suhbat qilsak, Ixtiyor aka. Chunki mana biz professor G'aybulla aka Boboyorov bilan tarix haqidagi ko'rsatuvlarimizda turkiy xalqlarning 32 millati borligi to'g'risida ko'p aytadilar. Va buni 30 tasi bir-birini bevosita tushunadi. 31-yoqutlarni biroz qiynalamiz tushunishga, chuvashlarga yana biroz qiynalamiz deb bir hangoma qiladilar. Lekin 32 millatli turkiy xalqlar bugungi kunda mavjud. Ixtiyor aka, biz ular haqida suhbatlashamiz va demak 5-6 iyul kuni Ozarbayjonning qaysi shahrida deb o'ylaysiz? Shusha shahrida. Albatta Shusha shahrida. Axir bu Turkiy xalqlarining durdona shaharlaridan biri. 20 yil davomida okkupatsiyada bo'lgan, Arman okkupatsiyasida bo'lgan Qorabog'ning Shusha shahri demak mana shunday katta tadbirga mezbonlik qiladi. Endi yana ayrim masalalar bor, ularni ham aytib o'tishimiz kerak. Turkiya prezidenti, ya'ni Turkiy davlatlar tashkilotining yana bir a'zosi Turkiya Respublikasining prezidenti Erdo'g'on ushbu uchrashuvda ishtirok eta olmas ekan. Endi bunga sabab ko'rsatilgan. Bu Turkiya terma jamoasi futbolchisi, Yevroda qatnashayotgan Turkiya terma jamoasi futbolchisi Melih Demirel bilan bog'liq mojaro, ya'ni uning qandaydir bir simvolni ko'rsatgan ekanmi? Xullas shunga Yevropa xafa bo'lganmish, Germaniya shundan bahona qidirib janjal chiqarmoqchi tushunishimiz bo'yicha. Xullas endi bu yana eng qizig'i, ularda u taqiqlanmagan tashkilot ekan, faqat kuzatuv ostida ekan. Xullas nima qilishsa qilishyapti, shu nimadir janjalga olib kelishmoqchi. Mana shunday vaziyatda turklarni, Germaniyadagi turklarni, umuman turk futbolchilarini qo'llab-quvvatlash uchun Turkiya prezidenti Erdo'g'on Germaniyaga borar ekan. 6-iyul kuni Niderlandiya bilan bo'ladigan nimchorak finalda Turkiya komandasini qo'llab-quvvatlash uchun Erdo'g'on o'sha yerda bo'ladi. Ya'ni norasmiy sammitda qardosh respublikaning prezidenti ishtirok eta olmas ekan. Endi sabablar keltirilgan bunga. O'ylaymanki, bular bu o'zaro kelishilgan qolgan prezidentlar bilan. Endi Ixtiyorga qarang, juda ham bir ajoyib bo'lardi. Turkiya futbolchilari finalga borganida, o'ynasa, finalda o'ynaydi, xudo xolisa. Demak, finalga qardoshlarimiz-ku. Demak, finalga borsa, shunda barcha turkiy davlatlar tashkilotlarining rahbarlari, delegatsiyalari yopirilib borsa, shunday borsa, hammasi borib qardoshni qo'llab-quvvatlaymiz. Qani kim bunga gapirayotgandi deb, ya'ni u yoqda finalda yana yutib ham chiqsa deng. Juda chiroyli bo'ladi. Bir ajoyib. Endi futbol mayli o'z yo'liga, bizga buni siyosati muhim. Ya'ni o'sha yerda bir turkiylar qaddini ko'tarib, mana kerak bo'lsa futbolda ham o'z so'zimiz bor deb qo'yish uchun. O'ylaymanki, agar Turkiya finalga chiqsa, mana shunday bo'lsa ham kerak. Ixtiyoriga, ya'ni Turkiy davlatlar tashkilotlari rahbarlari, Turkiy davlatlar tashkilotiga a'zo mamlakatlar rahbarlari menimcha Germaniyaga borishadi o'z qardoshini qo'llab-quvvatlash uchun. Yaxshi niyat, albatta yaxshi. Albatta. Ixtiyor aka, so'z sizga 32 millatli turkiylar. Yaxshi futbolga ulab ketdingiz. Turkiyaga albatta omad. Eng asosiy shu komandaga nima qilyapmiz? Balet qilyapmiz, ishqibozlik qilyapmiz. Albatta o'zimiz qardoshlar. Albatta qardosh. Bu bir narsa esimga tushib ketdi, G'ayratxo'ja. Sovet davri edi, adashmasam 90-yillarmidi, shu SSR'ning komandalaridan biri bilan Turkiya komandasi o'ynayapti-da. Chempionlar Liga, Yevropa Chempionlar Kubogida shu Beşiktaş bilan
Dinamo Kiyevmidi yo Spartakmidi? Biznikilar hammasi endi o'z haligi nimaga balet qilyapti-da. Sovet komandasiga. Endi SSRda. SSR tarkibida. Shunda kimdir aytganda shu, kalla baramda bular-ku bizga qardosh. Qanaqasiga bularga? Biz turklarga balet qilishimiz kerak o'zi aslida deyishganda. Albatta bu tarix. Endi turkiy xalqlar, umuman bugun turkiy xalqlarni geografiyasiga, umuman joylashuviga e'tibor bersak ko'proq, o'zi G'aybulla akani ko'rsatuvdi. Endi yo biz G'aybulla aka bilan ixtiyorga buni ichiga kiramiz. Siz bilan o'sha umumiy geografiyasi va qisman nimasiga ko'rib o'tib ketsak, G'ayratxo'ja turkiylar dunyo bo'yicha hozir ba'zi ma'lumotlarga ko'ra 220 millionga ham yaqinlashgan yoki undan ham ko'p bo'lishi mumkin degan qarashlar bor. Eng ko'pi tabiiyki albatta mana bu Turkiyada, kichik Osiyo yarim orolida 63 million turkiy bor. 63 million turklar. Ya'ni turkiylar. Turkiya turklar. Turkiylar. Yo'q, umuman turkiylar. Ichida hamma turkiylari bor-da. Qolgani o'sha kurdlar, arablar, boshqa. Siz Turkiyani aytyapsiz. Turkiyani o'zida 63 million turkiy bor. U faqat turklar emas, turklar, o'zbek ham bor, qozoq hammasi bor. Ikkinchi o'rinda bu albatta faxrlanamiz, vatanimiz O'zbekiston. 31 million turkiy. Ixtiyorga hozir 37 million deyishyapti. Endi o'shani 31 millioni endi balki undan ham ko'prog'idir, albatta bu internetdan olingan ma'lumotlar, balki undan ham ko'proq bo'lishi mumkin. Lekin ikkinchi o'rinda ekanligimiz bu albatta quvontiradi. Biz ikkinchi mamlakatimiz, turkiylarning eng yirik ikkinchi mamlakatimiz. Uchinchi o'rinda buni qarangki, Eron. Eron Islom Respublikasi taxminan 15 dan 30 milliongacha turkiy bor deyishadi Eronda. Nimaga 15 dan 30 gacha? Nimaga bunchalik katta diapazon? Juda katta diapazon, chunki ba'zi xalqlarni umuman nima deydi, o'sha ozarbayjonlarni qancha yashashi yoki boshqa turkiy xalqlarni qancha yashashi biroz nimaroq, bahsliroq Eronda. Masalan, ozarbayjonlarning o'zi bir 20 million bor deb aytishadi. O'zi asosiy ozarbayjonlar o'zi Ozarbayjonda emas, aynan Eronda yashashadi, bilasiz. Ularning markazi Tabriz shahri. Buni qarang, 3-o'rinda Eron turar ekan. 4-o'rinda qo'shnilarimiz, qardoshlarimiz, bovurlarimiz Qozog'iston. 14,5 million turkiy bor. Mana shu hududlar. 5-o'rin qayerda o'ylaysiz? Uyg'urlar. Xitoy Xalq Respublikasida 13,5 million turkiy bor. 6 bu Rossiya Federatsiyasi, tabii u yerda juda ko'p turkiy xalqlar bor. Eng ko'p turkiy xalqlar aslida Rossiya Federatsiyasida. Ya'ni soni bo'yicha, xalqlar, millatlar soni bo'yicha. Masalan, tatarlar, boshqalar, chuvashlar, juda ko'p turkiy xalqlar bor Rossiya Federatsiyasida, ammo umumiy soni bo'yicha 6-o'rinda 11 million turkiy xalq nimalar bor. Endi albatta bu aniq, baribir hali bularni yana bir tadqiq qilish kerak. Bu biz o'sha asosiy nimalardan, manbalardan olgan ma'lumotlar. 11 million Rossiyada turkiy bor. 7-o'rinda Ozarbayjon 9,5 million. 8-o'rinda Qirg'iziston 6,2 million turkiy. 9 Turkmaniston 5 million. 10-o'rin buni qarang. G'ayratxo'ja Germaniya. 10-o'rinda. 10-o'rinda Germaniya mana o'zi menimcha bu yerda nima qilinmoqda? Bu yerda endi endi u yerda diaspora shakllangan, baribir o'sha aholi soni bo'yicha hisoblaymizda. 10-o'rinda Germaniya 5 milliondan oshiqroq turkiy bor. 5 million. Bu hazilakam son emas. Va qolganlari endi o'sha ya'ni regional agar kuzatsak, Yevropa ittifoqi davlatlarida 2 million turkiy bor. Bu Germaniya va Fransiyadan tashqari. Germaniya va Fransiyadan tashqari 2 million turkiy bor. Hozir ularning asosiy massasi Buyuk Britaniyada, undan tashqari mana boshqa davlatlarda ham ko'payyapti. Polshada hozir ko'paygan turkiylar. O'zi qadimgi turkiylar ham bor, hali ko'rib o'tamiz buni. Va albatta AQShda hozir 2 milliondan oshiq turkiy bor. Endi AQShda millatlar, turli millatlar. Endi turli millatlar bor, lekin 2 million turkiy bu endi juda katta bir nimani kontingentni tashkil qiladi. To'g'ri, u yerda hali
asosan irlandlar, masalan 40 millionga yaqin arab, hindlar, xitoylar ko'p. Inglizlarning o'zi o'sha asl kelib chiqishi, ispan tilida, ammo qarang 10 talikka kirib oldida turkiylar. Amerika Qo'shma Shtatlarida ham hozir 2 milliondan oshiq turkiy xalqlar yashayapti. Endi o'zi aslida o'sha hindular ham men olganda kelib chiqishi o'zi bizga bizni turkiylarga borib taqaladi deyishadi. Qarang, qo'shnimiz Tojikiston 13-raqamda turibdi. Hatto to'g'ri, endi bu yerda biroz bahsliroq bo'lishi mumkin. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra Tojikistonda 2 milliondan kamroq deyilgan, lekin yana bir manbalarda Tojikistonda 3 million atrofida turkiylar bor. Fransiyada 600 ming turkiy bor. Juda katta bu. Fransiya uchun ham va biz uchun ham juda quvonarli. 600 ming turkiy bor. Iroqda 600 ming turkiy bor. Shu Iroq o'sha. Iroqda 600 ming turkiy bor. Hatto Iroqda ba'zi ma'lumotlarga ko'ra 3 milliongacha ham turkiy bor deyishadi. 600 dan 3 milliongacha. Avstraliya endi qolganlari mayda-chuyda, masalan Avstraliyada ham 100 mingga yaqinlashib qolgan, Buyuk Britaniyada 50 mingdan ortiq, Ukraina va Belarusiyada katta kontingent bor, 350 mingdan ortiq turkiy bor. Moldaviyada 148 ming turkiy bor. Mo'g'ulistonda o'sha yaqinda geografiyasini ko'rib o'tdik, 100 mingdan oshiq turkiy bor. Buni qarangki, Kavkazda ham turkiylar ko'p. Yo'q, faqat Rossiyaga tegishli qismini aytmayapman. Masalan, Gruziyada 233 ming turkiy bor. Kanadada masalan, hatto biz borishimiz, turkiylar borishi qiyin bo'lgan mamlakatlardan borgan sari ko'payib boryapti. Masalan, Kanadada 20 mingdan ortib ketdi. Latin Amerikasi mamlakatlarida ham kecha aytib o'tdim-ku, ba'zi ma'lumotlarga ko'ra 8 mingdan hatto 20 minggacha turkiylar yashamoqda. Yaponiyada bor hozir 10 mingga yaqin. Argentina va Braziliyada mingdan ortib ketdi o'sha turkiylar soni va qolgan butun dunyoni agar butun dunyoga tarqaladigan bo'lsa 1,5 million turkiy butun dunyoda sochilib yashayapti. Umumiy soni 200 milliondan ortib ketdi turkiylar. Bu juda katta miqdor albatta. Turkiylarning katta qismi endi turkiylar juda ham bir-biriga o'sha yaqin bo'lishiga qaramay baribir ularning orasida tafovutlar ko'p, G'ayratxo'ja. Ya'ni irqiy tafovutlar, ya'ni qaysidir birlari mongoloidga o'xshab ketadi, yevropoidga o'xshab ketadiganlari bor, oraliq irq, ekvatorial irqdagi turkiylar bor. Buni g'aybullar domlar juda yaxshi tushuntirib berganlar. Dinlarda ham juda ko'p tafovutlar bor. Masalan, turkiylarning katta qismi albatta musulmonlar, albatta juda katta qismi musulmonlar, ammo turkiylarning orasida pravoslav xristianlari bor. Ular gagauzlar, o'sha Moldaviyada va boshqa joylarda. Kumandi degan millat bor. Bu Oltoy Kemerovada yashaydi, mana shu atrofda. Kumandilar, bular ham pravoslav xristian. Undan tashqari Oltoyni o'zini turkiylari bor, Oltoy turklari. Ularning bir qismi ham pravoslav xristian dinidan. Shuningdek tatarlarning ham biroz qismi xristian. Endi tarixdan ko'rib o'tyapmiz-ku, o'sha Ivan Grozni olgandan keyin hatto mashhur knyazlari ham pravoslav Turkiya, ya'ni pravoslav dinini qabul qilgan. O'sha Yusupovlar va boshqa juda ko'p bo'lgan-ku Rossiyada. Shuningdek tatarlarning bir ozroq qismi pravoslav, Hakas va yoqutlar ham, mana Hakasiya u nimada? Hakas va yoqutlar ham bir qismi, to'g'ri, kattaroq qismi pravoslav xristian dinini qabul qilgan. Bundan tashqari chuvashlar ham. Chuvashlar ham mana to'g'ri aytyapsiz. Chuvashlar ham xristian dinini qabul qilgan. Qarang, turkiylarning orasida yahudiylar dinini qabul qilganlar ham bor. Iudaizm, Xazar xoqonligi bo'lgan. Iudaizm bular asosan Qrimchaqlar Iudaizm e'tiqodiga o'sha nima qiladilar. Bular ham asli Turkiya. Endi oz bilan ko'rib chiqamiz, o'zi kim bo'lgan bular. Shuningdek, buddaviylik diniga e'tiqod qiluvchi turkiylar bor. Masalan, sariq uyg'urlar deb ataluvchi sariq uyg'urlar, ularni Shira uyg'ur deb atashadi. Xitoy Xalq Respublikasida asosiy qismi.
Shuningdek solarlar degan xalq ham bor, bu ham turkiy xalqlar va Tarbog'otay qirg'izlari bor. Ular ham Xitoy hududida yashaydi, asosiy qismi, va tuvaliklar, o'sha Tiva deydi-ku, tuvaliklar ham buddizm dinidagi turkiy xalqlar hisoblanadi. Shuningdek boshqa dinlarda ham bor, masalan burxanizm degan din bor, oq ishonch yoki sut e'tiqodi deb ataluvchi din ham bor. Mana shu dinga Oltoy turklarining bir qismi mana shu dinga e'tiqod qiladilar. Shuningdek tangrichilik va shamanizmga e'tiqod qiluvchi turklar ham bor. Bular do'lg'onlar, ya'ni Dalgana Nenetskiy nima bor-ku Rossiyada. Mana shu Dalgana Nenetskda do'lg'on degan xalq tangrichilik va shamanizm. Shuningdek teleutlar, ya'ni Kemerova va Altayda yashovchi shunaqa xalqlar bor, teleut degan turkiylar. Bular ham buddizm, shamanizm va tangrichilikka sig'inadilar. Hakaslar, shorslar, bular ham o'sha Kemerova, Hakasiya, Krasnoyarskda va shuningdek yoqutlarning bir qismi ham haligacha o'sha ajdodlarining dinlari tangrichilik va shamanizmga e'tiqod qiladilar. Endi turkiy etnonimi haqida bu G'aybulla aka menimcha ancha tushuntirib bergan bo'lsalar kerak. Bahsli turli xil farazlar bor. Yevropalik olimlar, mana akademik Bartelt juda ko'p versiyalar beradi, ammo turkiy so'zi baribir qandaydir qat'iyatli, kuchli, oldinni ilg'or degan bir ko'p ma'nolarni beradi. Endi buni G'aybulla aka baribir ko'proq tushuntirib bersalar kerak. Bunga to'xtalib o'tirmaymiz etnonimiga. Tarixi nihoyatda shonli turklarni va afsonaviydir. Bilasiz, bizning tarixda, turkiylar tarixida ne saltanatlar, ne o'sha imperiyalar, ya'ni saltanatlar va ne davlatlar, buyuk shaxslar albatta yuzlab emas, minglab desa ham bo'ladi, minglab. Masalan, o'sha Turgesh xoqonligi, Uyg'ur xoqonligi, Bulg'or podsholigi, Hazar xoqonligi bo'lgan turkiylar tarixida. Attillalarni endi gapirmasa ham bo'ladi. Xullar imperiyasini, Qoraxoniylar xoqonligi, G'aznaviylar saltanati, O'g'uzlar xoqonligi, Saljuqiylar saltanati, qo'yaveringchi o'nlab saltanatlar, Xorazmshohlar, Temuriylar, Safaviylar, Shayboniylar, Ashtarxoniylar, Oltin O'rda ham turkiylarniki bo'lganda o'ylab qaraganda, Qrim xonliklari, Usmonlini gapirmaymiz, salkam 800 yil, 700 yillikdan oshiq tarixi bor. Afshorlar, xullas ko'p, juda ham ko'p shonli tariximizga egamiz, juda ko'p tarixiy shaxslarimiz bor. Bu hali saltanatlarni aytyapmiz. Ularning ichida ne hukmdorlar va ne allomalar bo'lgan. Xullas masalan Attilladan tortib Alp Ertonga yoki Alp Arslan, Mahmud G'aznaviy, Jaloliddin Manguberdi, Zahriddin Muhammad Bobur, Shayboniyxon, bular endi son-sanog'i yo'q. Nodir Shohdan tortib endi turklarniki gapirmasa ham bo'ladi. O'nlab sultonlari, o'sha Mehmet Fotihdan tortib Sulton Sulaymon va qolganlarigacha, Abdulhamid xonlargacha qancha ulug' turkiylar boshqarib kelganlar. Qo'shimcha qilib ketaylik. Ha, hurmatli muxlislar, Afg'onistonda ham juda ham ko'p turkiylar bor. Bu o'sha birinchi navbatda o'zbeklar, turkmanlar juda ham ko'p. Endi ali rasmiy statistikalarda Afg'onistondan statistika berilmagani uchun ko'pincha qolib ketadi. To'g'ri, hozir mulohaza bildirib o'tildi muxlislar tomonidan. Ha, demak 10 milliondan ko'p turkiy bor deb aytiladi Afg'onistonda. O'zbeklar, turkmanlar, hazoralar bor u yerda. Yana boshqa deylik kichikroq songa ega bo'lgan turkiy xalqlar yashaydi Afg'onistonda. To'g'ri, Afg'onistonni biroz unutib qoldiribmiz. Mana hozir ushbu xaritada ko'rishingiz mumkin. Mana to'g'ri, Afg'onistonning shimolida o'sha turkiy xalqlarning joylashuvi Afg'onistonda juda ko'p turkiylar bor, to'g'ri. Hurmatli muxlislar, demak mana bu hudud, demak mana Afg'onistonning shimoli. Bu yerda mana turkiy millatlar, o'zbeklar ko'p. Albatta, mana bu xaritada ham ko'rish mumkin. Mana Afg'onistonning shimolida o'zbeklar, turkmanlar yashaydigan hududlar ko'rsatib o'tilgan. Albatta, rahmat eslatganlaringiz uchun. Turkiylar albatta juda ko'p qabila va urug' aymoqlarga bo'linadi.
Birgina masalan mana qozoq bovurlarimiz bilasizlar juzlarga bo'linadi. Katta juz, o'rta juz va kichik juzlarga. Kecha bir shu materialga qarab chiqdim. Bular haqiqatan ham o'sha katta, o'rta va kichik juzlar hozirgacha o'sha qozoqlarda baribir ular o'zlarining tarixini qandaydir to'g'ri, qozoqlarning katta qismi balki yevropalashib ketgandir, ya'ni ruslashib ketgan bo'lishi mumkin, ammo oxirgi paytda qozoqlar, qozoq millati uyg'onyapti, ya'ni o'zining shonli tarixini sekin-sekin eslab, bu albatta quvonchli. Bu bovurlarimiz juda katta iqtisodiy, siyosiy bir taraqqiyotlarga qarab ketyapti. Bu kurs albatta bu quvonchli. Ammo bitta nimani aytib qo'ymoqchiman, biz o'zbek va qozoqlar doimo bir bo'lganmiz, hech qachon millatchilik qilishimiz kerak emas bir-birimizga nisbatan. Mana shu nimada periferiyada biz qozoq va o'zbek xalqi, umuman butun turkiy xalqlar umuman bitta tarixni ishlab chiqsak yoki tariximizga bir adolatli qarasak maqsadga muvofiq bo'lar edi. Yovvoyi millatchilik yoki mana bizni ko'pincha ayblashadi o'zbeklarni, bular juda ayyor bir madaniy shovinizm bor bularda deyishadi. Aslida unaqa emas. Shovinizm hamma millatda bor. Shuning uchun biz shunga chorlaymizki, barcha ziyolilarni birlashib millatlar aro totuvlik, ayniqsa o'sha turkiylar orasidagi o'zaro aloqalarni kuchaytirish, do'stlikni, ya'ni bir-birimizga bo'lgan mehr muhabbatni uyg'otish, tariximizni shonli sahifalarini qayta tiklashda albatta bu xalqlarning ziyolilari ham bizga yordam beradilar va o'zlariga ham albatta. Mana shu juzlarga kecha hayron nima qildim, ko'rib chiqdim. Masalan, katta juzga qarang, Alban, Jaloyir, Dulat, ya'ni Dulatar, Ushaqti, Sari Uysun, Sirgili, Suvan, Shanishqili, Qangli, Shaksham, Shapirashti, Isti kabi urug'lari bor. O'rta juzga Arg'in, Kerey, Qo'ng'irat, ya'ni Qo'nirat, Qirshaq, Nayman, Uvoq, Taraxti kabi urug'lari bor. Kichik juzi juda ham ko'p nimaga bo'linar ekan. Alemuli, Shekti, Shomekey, To'rtqara, Kete, Qarakesak, Qarasaqal, Jetiru, Tabbin, Jag'albayli, Kereit, Tama, Televu, Kerderi, Ramadan, Bayuli, Aday, Baybaxti, Bersh, Tas, Sherkesh, Maskar, Tana, Qizilqurt, Oltin, Jabbas, Issiq, Esentemir, Alasha kabi mana shunday urug'larga bo'linadi qozoq juzlari. Ya'ni bu yerda albatta juda nimasi, bular o'z urug'larini qarang, hozirgacha o'sha alohida bir nima bilan o'rganar ekanlar. Endi turkiy xalqlarining geografiyasiga keladigan bo'lsak, boya aytib o'tdik, turklar, ya'ni eng katta turkiy bu albatta turklar deb qaraladi, ya'ni Turkiyadagi turklar. Lekin oxirgi paytda ba'zi ma'lumotlar chiqyapti, eng katta millat o'zbeklar ham bo'lishi mumkin degan ba'zi bir qarashlar bor. Ya'ni Turkiyadagi o'sha eng ko'p turklar Turkiyada deb olinadi, 65-70 million atrofida turklar. Lekin ba'zi ma'lumotlarga ko'ra o'zbeklar eng katta millat deganday bir fikrlar chiqyapti-da oxirgi paytlarda. Chunki ixtiyorga ko'pincha o'sha Afg'onistondagi ma'lumotlarning to'liq emasligi, Xitoydagi ma'lumotlar bor. Va o'zi umuman keyin Yevropaga, Saudiya Arabistoniga, Amerika Qo'shma Shtatlariga ketgan o'zbeklar haqidagi to'liq ma'lumotlar bo'lmaganligi uchun ayrim hollarda, ya'ni u tomondan aniq statistika kelmagancha ayrim hollarda ular hisobga olinmaydi. Lekin nima bo'lganda ham 30 milliondan oshiq O'zbekistonning o'zida o'zbek millatiga mansub aholi istiqomat qilishi uning eng katta turkiy millatlardan biri ekanligini ko'rsatadi. Endi siyosiy bir xaritani olib chiqsangiz yaxshi bo'lardi. Umuman ko'rib chiqardik butun dunyonikini. Demak, baribir turklar eng katta turkiy xalq sifatida ko'rilyapti. Hozircha 65-70 millionga yaqin turk bor dunyoda. Turkiyada. Dunyoda. Ya'ni turklar eng katta millat sifatida qaralyapti 65-70 million atrofida.
albatta turklar faqat Turkiyada yashamaydilar. G'ayratxo'ja, boya 5 million Germaniyadan aytdik, uni ham katta qismi turklarni tashkil qiladi. Bundan tashqari albatta Germaniyada, boya aytib o'tdim, Kiprda, Amerika Qo'shma Shtatlarida va boshqa hududlarda mana Turkiya. Turkiyada endi asosiy qismi baribir Turkiyada, chunki o'zi turklar o'sha yerga borib joylashganlar. Shu bilan birga boyagi mamlakatlarda ham turklar ko'p yashaydilar. Ikkinchi o'rinda o'zbeklar, taxminan 37 yoki 40 million atrofida deyishadi o'zbeklarni. Shundan 30 millioni albatta o'z vatanimiz O'zbekistonda yashaydi o'zbeklar. Undan tashqari 3 millionga yaqini Afg'onistonda, 1,5 millioni Tojikistonda, 1 millioni Qirg'izistonda, 650 mingdan ortiqrog'i Qozog'istonda, shuningdek 325 mingta o'zbek Rossiya Federatsiyasida hozir yashayapti, ya'ni graj fuqaroligini olgan yoki umuman Sovet davrida borib qolgan o'zbeklar. 500 ming o'zbek Turkmanistonda yashaydi. Undan tashqari juda ko'p, masalan hozir Turkiyaning o'zida ham 75 mingdan oshiq o'zbek bor deyilmoqda. Pokistonda bor 70 mingdan ortiq o'zbek. 100 ming, shuningdek mana AQShda hozir 100 mingdan oshib ketdi o'zbeklar soni. Ukrainada bor masalan 12,5 mingga yaqin o'zbek yashaydi Ukrainada. Xitoy Xalq Respublikasida bor 15 mingdan ortiq o'zbek bor. Albatta endi ko'payib bormoqda. Masalan Shvetsiyada bor hozir 3,5 mingta o'zbek, yoki Latviyada 3 mingga yaqinlashib qoldi o'zbeklar. Belarusiyada bor 1,5-2 mingga yaqin. Hatto Mongoliyada ham 560 ta o'zbek bor ekan. Qarang, o'zbeklar albatta juda katta. Endi bu rasman ro'yxatda. Rasman ro'yxatda. Endi biz buni bir 100% to'g'ri demoqchi emasmiz. Bu rasmiy. Rasmiy mana shuncha ro'yxatdan o'tganlari bor. Ro'yxatdan o'tmagan o'zbek qancha bo'lsa kerak. Endi o'zbek har doim ham ro'yxatdan o'tavermaydi. Kecha aytdik-ku, Janubiy Amerikaning o'zida 20 mingdan oshiq o'zbek bor. Tasavvur qilavering-da. O'ylab ko'raring, u Janubiy Amerika qayoqda? Qayerda, biz qayerda? Shunday. 3-o'rinda Ozarbayjonlar 30-35 million atrofida deyishadi ozarbayjonlarda. Mana Ozarbayjon. Mana Boku, Ozarbayjon. Ammo Ozarbayjonni bilasiz, asosiy o'zi nimasi qismi mana Tabriz. Ya'ni Ozarbayjondan ko'ra Eronda ozarbayjonliklar ko'proq. Eronda ozarbayjonlar ko'p. Oddiy misol mana qarang. Ozarbayjonda 812 million Ozarbayjon bo'lsa, Eronda 20 milliondan ham oshiq deb olinadi. 2 barobar ko'p. Shunday. Shundan ham bilsa bo'ladi. Ozarbayjonlarning asosiy qismi Eronda yashaydilar. Undan tashqari 800 ming atrofida Ozarbayjon Turkiyada yashayapti. 604 mingtasi Rossiyada, bu endi albatta ro'yxatdan o'tganlari. 130 ming Dog'istonda Ozarbayjon bor. Meni eng hayratlantirgani Iroqda 1.3 million Ozarbayjon bor ekan. Iroq. O'sha Iroqda 1.3 million Ozarbayjon bor. U ham demak Turkiy. Katta qismi turkiylar Iroqni ham. Gruziyada bor 233 ming Ozarbayjon, Qozog'istonda bor 146 ming Ozarbayjon, O'zbekistonda 60 ming Ozarbayjon bo'lgan. Hozir endi bilmadim, balki sal kamaygan bo'lishi mumkin, chunki ko'pchiligi ko'chib ketdi, lekin bor. Ozarbayjonlar ko'p bizda. Mana o'zimiz Guliston shahrida ham qancha qo'shnilarimiz bor edi Ozarbayjonlar. Ko'p edi Ozarbayjonlar. Hozir ham albatta bor Ozarbayjonlar. Ukrainada bor masalan 45 ming 50 mingga atrofida Ozarbayjon. Qirg'izistonda bor ekan 20 mingdan oshiq Ozarbayjon. Germaniyadagi endi mana ko'payyapti. Ular Ozarbayjonlar turklar bilan birga 15 mingdan ko'p Ozarbayjon hozir Germaniyada. Belarusiyada va boshqa davlatlarda ham Ozarbayjonlar bor. Qozoqlar 4-chi, ya'ni aholi soni bo'yicha, ya'ni son bo'yicha qozoqlar 4-o'rinda, taxminan 16 milliondan oshiqroq qozoq bor deb hisoblanadi butun dunyo bo'ylab. Tabiiyki asosiy qismi Qozog'istonning o'zida, mana poytaxti Astana. Hozir ba'zi bir gaplar eshitib qoldim. Qozog'iston G'ayratxo'ja, qozoqlar nima deydi, poytaxtni hatto Turkistonga ko'chirish masalalarini ham ko'rib chiqayotgan bo'lishlari mumkin. Ziyolilar orasida. Qozoq qardoshlarimizni osonda o'zi. Ha, oson, ya'ni. Yo'q, o'zi bular endi turkiyligini
nima deyapti, ular o'sha turkiyligini sezib, oldin ham endi bilgan ziyolilari xalq qandaydir Qozog'istonda mana shu o'zini haqiqiy turkiy bizga yaqinligini ular his qilyaptilar. Ular ko'pchiligi ruslashib ketganda, to'g'risi. Mana Shimoliy Qozog'istonda hatto umuman qozoq tilini bilmaydiganlar qancha. Mana bizni qozoq qardoshlarimiz ko'p tomosha qilishadi va tarjimonsiz ko'rishadi. Endi u yerda ham bo'lib ketadi. Tarjimonsiz ko'rishadi. Men hayron bo'lardim, chunki qozoq tarixchilari bilamiz, ular ko'p, qozoq ziyolilari ko'p, ular juda ham ko'p izlanishlar olib borishadi. Ammo boya aytib o'tganingizdek, ko'pincha o'sha rus tilida ular ilm qilishgani uchun oddiy mana qozoqlarga, ya'ni nima deydi, qozoq vatandoshlariga o'zbek tilidagi materiallar ko'proq yaqinroq bo'lar ekan. Shunday. Chunki rus tilida tayyorlangan ilmiy materialdan ko'ra ularga o'sha o'zlarini turkiy o'zbeklardan eshitish osonroq ekan. Albatta. Ham yaqinroq. Yaqinroq. Chunki bitta identifikamiz bitta-ku. O'zligimiz bitta-ku o'zi aslida. Chunki biz gapirsak turkiylikdan kelib chiqadi. Albatta, ular bilan bemalol masalan tarjimonsiz gaplashamiz. Mana studiyamizga mehmon bo'lib keldi qozog'istonlik professor. Tarjimonsiz gaplashdik. Men orada hatto savol ham berdim. Siz hozir qozoqcha gapiryapsiz yo bizni hurmat qilib o'zbekcha gapiryapsizmi desam, men qozoqcha gapiryapman. Albatta qozoqcha. Keyin qarasam endi shu aytadi-ku, biz ye deymiz, ular j deydi, shu bilan o'zi tushunib ketaverasiz. Qozoqlar to'g'ri o'sha rus tilida ular ijod qilib, to'g'ri ancha katta iqtisodiy balki yutuqlarga erishgandir, lekin baribir o'zligi turkiylar baribir biz bilan yaqinligini his qilyaptilar. Bu juda ham yaxshi tendensiya. Yana bir narsani eslatib ketish kerak, shunda bu yerda iqtisodchilarda ham gap ko'p, chunki barcha hamkorliklarning asosida agar iqtisodiy manfaatlar to'g'ri qo'yilmagan bo'lsa, bu yaxshi emas. Mana bugungi kunda Markaziy Osiyo birlashuv sari ketyapti deyapmiz. 2016-yildan keyin alhamdulillah O'zbekistonda bu Markaziy Osiyoga yo'naltirilgan siyosat desak ham bo'ladi, tashqi siyosat, ya'ni birinchi ustuvor yo'nalish deb Markaziy Osiyo birligi olingan. Endi bunda qo'shni mamlakat ziyolilari ham o'z hissalarini qo'shishlari kerak. Mana shu iqtisodiy hamkorlik masalasida avvalgi davrlarga o'xshab ko'rpani har tomonga tortish deydi-ku, mana shunday bo'lmasligi kerak. Ya'ni endi birinchi navbatda umumiy manfaatlar yo'lida shunday nuqtalarni topaylikki, bizni birlashtiradigan, shunday nuqtalarni topaylikki, iqtisodda ikkalamiz foyda ko'radigan. Ixtiyoriga men buni bekorga aytmayapman. Mana shu yo'llar masalasida, logistika masalasida baribir qandaydir raqobatga kirishib ketib qolishadi. Mana shu qardoshlarimizda endi bu bor narsa, chunki hamma birinchi navbatda o'zining mamlakatining milliy manfaatlarini o'ylaydi, lekin biz bilishimiz kerakki, bundan buyon birlashibgina kuchli bo'linadi. Yakka o'zi kuchli bo'lish qiyin. Bu Qozog'iston bo'ladimi, O'zbekiston, Qirg'iziston bo'ladimi? Yo'q, bunday emas. Bu birlashib kuchli bo'lish kerak va o'sha logistikada, yo'llar masalasida, chunki mana bugun o'sha Xitoydan Yevropaga boradigan yo'llar yoki Rossiyadan Hindistonga boradigan yo'llar, shimol-janub deb ataladi, yoki Xitoydan Eronga qarab boradigan yo'llar, barchasida biz shunday nuqtalarni topishimiz kerakki, Markaziy Osiyo respublikalari bundan birdek foydalansin, birdek manfaatli bo'lsin. Chunki sen bugun topadigan 5-10 so'm puling birlikka zarar yetkazadigan bo'lsa, ertaga u kattaroq zararlarni olib kelishi mumkin. Shuning uchun ziyolilar, olimlar mana shu birlikka hamma o'z hissasini qo'shish kerak. Har tomonlama. Ilmda ham o'sha yagona tarix deymiz-ku. Markaziy Osiyo xalqlari uchun bir bo'lgan bir tarixni yaratishda ham, iqtisodiy makonda ham yo'llar. Aynan. Demak, qozoqlar 16 million, qozoqlarning yana bitta nimasini aytib o'tib ketishimiz kerak. Mana shu oxirgi o'sha 30 yil ichida Qozog'istonda bir ajoyib siyosati bo'ldi. Bular butun dunyo qozoqlarini Qozog'istonga chorlayaptilar. Ya'ni o'sha Afg'oniston, Turkmaniston, hatto bizning O'zbekistondan juda ko'p qozoqlar mana shu siyosat natijasida Qozog'istonga ko'chib o'tdilar. Ya'ni Qozog'iston katta bir loyihani butun dunyo qozoqlarini chorlab, ularga moddiy, iqtisodiy yordam berib chaqirdi. O'rolmanmidi? Ha, O'rolman. Bilasiz. Endi ixtiyoriga bunga obyektiv sabablar bor. Qozog'iston juda ham katta hudud. Juda ham katta hudud. Tasavvur qiling, Qozog'iston O'zbekistondan bir necha marta katta, lekin aholisi deyarli 2 barobar kam. Va o'sha vaqtda mustaqillikdan so'ng Qozog'istonda qozoq millatining ulushi ham 100%lik bo'lmadi. O'zbekistondagi o'zbeklar kabi emasdi. O'zi Ostonaga ham bekorga ko'chirib olishdi. Selinagrad. Poytaxtni o'sha. Bekorga emas. Chunki mana millatchi davlatlar
bilib bo'ladimi ertaga biznikilar bor bu yerda deb. Bu yerda shuning uchun asosiy qismi bizniki deb bemalol tortib. Qozoqlar shunday siyosat yuritdiki, o'sha butun dunyodagi qozoqlar yurtiga qaytsa, aytadi-ku, qozoqlar sal ko'payib bu yerda yana bir hangoma yodga tushadi ixtiyoriga. Endi ko'rsatuv juda ham jiddiylashib ketmasligi uchun orada aytamiz. Bu bir qozoq qiziqchisining gapi. To'g'ri, endi bu juda ham bir zo'r gap deyishdan yiroqmiz, lekin hali qozoq qiziqchisi endi u ham xalqi nima deydi, millatiga kuyunib aytyapti. Aytadi, bu mustaqil bo'lgan davrimizda deydi, biz deydi qardosh o'zbeklardan juda kam emasdik deb qo'yadi. Hali juda ham bir kam bo'lib kam emasdik deydi. Lekin hozir qarang deydi. Ular deydi 36 million deydi. Bizda hali ham 20 million atrofida o'rlashib. Bizga nima bo'ldi deydi. Endi to'g'ri, mana o'zbekistonlik migrantlar Rossiyada ishlaydi-ku. Shularni ham misol qilib aytadi. Ular deydi butun dunyoda ishlashadi, yana deydi ular yana ko'payishadi. Biz deydi uyda o'tirsak ham deydi. G'ayratxo'ja, bu mana shu men murojaat qilmoqchiman. Bu ahmoqona mana shu millatchilikni yo'qotish kerak. Albatta. Janubdagi qozoqlarni men ko'rganman, millatchiligi bor-da, ba'zi birlari endi hammasi emas, ichida bor. Yovvoyi millatchilari bor. Ya'ni sart, balabattar, tajik, sart deydi. U yaxshi emas u. Albatta. Biznikilar ham masalan, bu qozoqlar kim edi? O'zi bizdan paxta non olib ketib yurardi Toshkentdan degan gaplar. Buni yo'qotish kerak bu tendensiyani. Unaqa millatchilik bizga qo'l kelmaydi. U bilasizku, u Sovet davrida shakllantirilgan. Keyin mana hozir alanga oldirilishga, ataylab alanga oldirishlari ham mumkin. Bu narsani cheklash kerak. Buni qozoq ziyolilardan ham iltimos qilamiz, umuman boshqa xalqlarda ham iloji boricha bir-birimizga yaqinlashtiraylik. Xalqlarimiz Turkiylar birlashish nuqtasini topish kerak. Xalqlarimiz bir-biriga do'stligini kuchaytiraylik. Nima qilamiz bir-birimizga bunaqa millatchilik qilib? Bu yaxshi emas. Albatta. Bu bizga foyda bermaydi hech qachon. Chunki mana va oila institutini mustahkamlashimiz kerak. Har xil nima deydi? Tushunarsiz qadriyatlarga o'ralashib qolmaslik kerak. G'arbdan, sharqdan, shimoldan keladigan har xil qadriyatlarga o'ralashib qolmaslik kerak. Oila juda ham muhim. Turkiylar doim o'zlarini oila parvarligi bilan va ko'pligi bilan faxrlangan. Demak, Qozog'istonda 14 million qozoq bo'lgan bo'lsa, qolgani asosiy qismi qarang Xitoyda ekan, 1,5 million, chetdagi qozoqlar 1,5 million. Shuningdek O'zbekistonda 822 mingta ro'yxatga olingan, undan ham ko'p bo'lishi kerak. Rossiyada ham 600 mingga yaqin qozoq bor, Qirg'izistonda 30-40 mingga yaqin, Mongoliyada 121 ming qozoq borligi hayratlanarli. O'zi Mongoliyada o'zi odam kam. Aholisi 3-4 million bo'lsa, shuni 121 ming qozoqlar ekan. Turkmanistonda bor masalan 20 ming qozoq, Afg'onistonda bor, Turkiyada mana hozir 10 mingdan oshib ketdi qozoqlar soni. Va qozoqlar soni sekin-sekin mana oshib boryapti. Keyingi 5-o'rindagi turkiy xalq bu Uyg'urlar hisoblanadi. Butun dunyo bo'ylab 13 million Uyg'ur bor deyshadi. O'zi aslida ko'p ham bo'lish kerak. Chunki Xitoyni biz nimasini bilmaymiz, yopiq mamlakat baribir. Endi har doim ham to'g'ri statistika ola olmaymiz. Bari asosiy qismi bilasiz Xitoyda, o'sha Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonida. Undan tashqari hozir Uyg'urlar hozir emas, endi ularni tarixi juda ham murakkab. Ular o'sha Xitoy ekspansiyasi natijasida ba'zi bir davlatlarga ko'chishga harakat qilganlar. Hozirgi kunda Uyg'urlar Xitoydan tashqari albatta Qozog'istonda, masalan O'zbekistonda ham ko'p bor. Avstraliyada hozir Uyg'urlar ko'p, Saudiya Arabistonida va Pokistonda Uyg'urlar ko'p. Uyg'urlar albatta juda zulm ostida, endi nima deymiz, bu xalqlar balki kelajakda albatta bularga ham yorug'lik bo'lib qolsa kerak. Turkmanlar keyingisi katta o'sha turkiylarning ichida 6-o'rinda turadi. Turkman xalqi 8 million dunyoda turkman bor. Shundan 5 millioni Turkmanistonda, Eronda ham 2 million turkman bor. Eronda 2 millionga yaqin turkmanlar bor. Undan tashqari Afg'onistonda bor 1 million turkman, O'zbekistonda salkam 500 ming turkman bor. Hozir ancha ko'payib qoldi bizda O'zbekistonda ham. Ayniqsa mana Buxoro viloyatida, o'sha Olotda, boshqa joylarda turkmanlar juda ko'p kelayotganligi kuzatilyapti. Bu albatta yaxshidir balki. Chunki bari qardoshlarimiz. Undan tashqari turkmanlar boya aytib o'tdim, Pokistonda 60 mingta bor, Rossiyada hozir 50 mingga yaqin turkman bor, Tojikistonda, undan tashqari Amerika Qo'shma Shtatlari, Ukraina, Belorussiya, Qozog'iston, Qirg'iziston va Latviyada ham
turkmanlar bor va ko'paymoqdalar. Keyingi 7-o'rindagi yirik turkiy xalq bu tatarlardir. Tatarlar bilasiz 5 asosan endi hozir Qozon tatarlar haqida gap ketyapti-da, Rossiya tatarlar. Tatarlar salkam 6 million kishi, 5.7 million deb berilibdi rasmiy manbalarda. Asosan Rossiya Federatsiyasining mana bu Tatariston, mana Qozon, mana ko'ryapsizmi? Qozon, Samara, mana shu joylarda ko'p tatarlar yashaydilar. Tataristonda, Boshqirdistonda, Chelyabinskda, Ulyanovskda, Orenburg, Moskva, Sverdlovsk, Samara, Permda tatarlar yashaydilar ko'p. Shuningdek, Qozon tatarlari deb aytiladi. O'zi o'sha aslida ularni tatarlar deb atasak muvofiq, maqsadga muvofiq bo'ladi. Qozog'istonda ham 220 mingta o'sha Qozon tatarlari bor. O'zbekistonda ham salkam 200 ming atrofida. Bu 91-yilda ma'lumotlarga ko'ra hali Sovet davrida O'zbekistonda 188 ming tatar yashagan, Qozon tatarlari. Ukrainada bor salkam 75 mingga yaqin, Turkmanistonda ham hatto 88 ming tatar bo'lgan ekan. Ozarbayjonda 72 ming tatar bor. Qirg'izistonda, undan tashqari Turkiya, Ruminiya, Tojikiston, Bolgariya, Polsha, Gruziya va Moldaviyada Qozon tatarlari yashaydi, hozir ham bor. Keyingisi boshqirdlar, albatta u ham o'sha markazi Ufa boshqirdlarni. Taxminan 2 milliondan oshiqroq deyishadi mana. Qozon bilan o'zi tatarlar bilan boshqirdlar bir-biriga yaqin qo'shni. Markazi Ufa boshqirdlarni, Boshqirdiston respublikasi bor, hududi bor. Taxminan 2 milliondan ortiqroq. Asosiy qismi baribir Rossiya Federatsiyasining o'sha Boshqirdiston respublikasida yashaydi, o'zlarining hududlarida. Undan tashqari Chelyabinskda, Orenburgda, Tyumenda, Xanty-Mansiyskda va Qozog'iston, Ukraina, O'zbekistonda ham bor boshqirdlar. Qirg'izistonda, Turkiya va Moldaviyada ham boshqirdlar bor. Buni qarang, 9-nimada chuvashlar turadi. 1.1 million dunyoda chuvash bor. Endi biz professor G'aybulla Boboyorov bilan chuvashlar haqida suhbat qildik, keyin siyosatshunos Hamid Sodiq bilan ular haqida suhbat qildik. Hurmatli muxlislar, o'sha bugungi kunda kamayib borayotgan millatlar safiga qo'shilgan ekan qardoshlarimiz chuvashlar. Ya'ni bu o'sha so'radik, ya'ni o'zlikni yo'qotmaslik uchun nima qilish kerak degan bir mavzuda suhbat ham qilganmiz, ko'rishingiz mumkin. Chuvashlar endi Chuvashiya mana shu Qozondan Nijniy Novgorodga qarab ketishdi mana shu atroflarda mana Chuvashlar 1.1 million. Asosan Rossiyaning o'sha Chuvashiyasi, o'zini Chuvashiyasida yashaydilar. Tataristonda ko'p ular, Ulyanovsk oblastida, Samarada, tabiiyki Moskvada, Orenburgda chuvashlar, Qozog'istonda ham bor, Ukrainada bor. Mana bu xaritada aniqroq. Mana chuvashlar. Mana bu yerda yaxshi berilibdi. Mana boshqir, tatar, chuvash. Bular o'zi shunday bir o'q bo'lib joylashgan. Shunday. Hatto O'zbekistonda ham chuvashlar bor ekan. Ixtiyor aka, eng qizig'i Rossiyadan keyin eng ko'p chuvashlar istiqomat qiladigan yurt bu O'zbekiston ekan. Shunday. 14 ming chuvash. Meni ham hayratlantirdi. Chuvashlar O'zbekistonda. Hurmatli muxlislar, juda ham qiziq holat. Chuvash millatiga mansub aholi Rossiyadan ko'p, eng ko'p bu O'zbekistonda ular istiqomat qiladi. 14 mingdan ko'proq. 14 ming chuvash millatiga mansub qardoshlar istiqomat qilar ekan. Albatta, bu juda ham ajoyib. Menga ham yangilik bo'ldi. Demak, O'zbekiston vatandoshlarimiz masalan, mana hozir aniqroq ma'lumot aytamiz. Qarang, mana Rossiyada o'sha milliondan oshiq bo'lsa, qarang. Chuvashiyani o'zida demak 900 mingdan oshiq, mana qarang. Qozog'istonda 8 mingdan biroz oshiqroq. Chuvash millatiga mansub. Ukrainada bor. Ukrainada 11 mingga yaqin chuvash millatiga mansub. O'zbekistonda 14 ming. Endi O'zbekistonga kelgan istalgan millat o'zi ko'payib ketib qoladi, ixtiyor aka. Hali bu yerda endi osh, hali iqlim juda yaxshi. O'zi bu qadriyatlarni ko'rib o'zi boylik qurib ko'payib ketib qoladi o'zi. Hali 14 ming. Ko'payishga mosda bizning joylar. O'z hududimi? Ixtiyor aka. Mana shu o'rganiladigan holat. Albatta. Qarang, mana butun Markaziy Osiyoda
hududimiz Turkmanistondan biroz kichkinaroq. Nurbek qarab oling, Turkmanistonning hududi qancha? biroz 40 minglar atrofida kichikroq. Ya'ni Turkmanistondan hududimiz biroz kichikroq, lekin aholimiz Turkmanistondan qancha barobar? 7 salkam 8 barobar. 6-7 barobar kamida turkmanlardan ko'pmiz. Ko'proq. Yoki endi Qirg'iziston to'g'ri bizdan kichikroq, lekin biz Qirg'izistondan bu 3 barobar ko'pmiz. 3 barobardan ko'proq, 3,5 barobar. Tojikistondan ham shunaqa. Yo'q, uzr, Qirg'izistondan yana ham ko'proqmiz. Aynan O'zbekiston hududida juda odam ko'p yashaydi, Ixtiyor aka. Demak, O'zbekiston hududiga kelgan endi o'zi g'ala masalan yo'qolib ketishi xavfi bor millatlarni unda O'zbekistonga taklif qilamiz. Bu yerdan ya'ni ko'p sonli millat bo'lib o'z yurtingizga qaytasiz. Endi bu albatta hazil. Lekin mana shu chuvash yo'q. Masalan, bizning hamma millatga yaxshi qaraymiz. Mana chuvashlar 14 ming. Bu hozir aytayotganim, hayron bo'lib aytayotganim Ixtiyor aka. Wikipediyada ham O'zbekiston chuvashlar istiqomat qiladigan yurtlar qatorida Rossiyadan keyin 3-o'rinda turibdi. O'zi qarang, 3-o'rin. Lekin bu hisobot o'zgarib bugun O'zbekiston Rossiyadan keyin 1-o'ringa chiqib qolgan. Masalan, mana Qozog'iston 8 ming, Ukraina 10 ming, ularda avval ko'proq bo'lgan. Hozir kamaydi-da. Lekin O'zbekistondagi ko'payib ketgan. To'g'ri, endi Ukrainada kamayishi endi urush sabablari boshqa sabab. Keyin endi baribir o'sha madaniyat bu ham ta'sir qiladi. Chunki biz bilamiz, Yevropa taraflarida hozir juda bir hali ko'payish urfda emas-ku. To'g'ri. 10-o'rindagi o'sha nima Qoraqalpoqlar, o'zimizni Qoraqalpoqlar, jigarlar. Mana Nukus poytaxt Nukus, Orolbo'yida yashaydigan xalq, o'zi Qoraqalpoqlar haqida ancha ko'rsatuv qilsak ham bo'lardi. Yana alohida o'zi ko'p ko'rsatuvlar qilganmiz, yana alohida ko'rsatuvlar qilamiz. O'zimizda jigarlar. O'zimiz jigarlar 1 milliondan ortiq Qoraqalpoq bor deb rasmiy ma'lumotlarda bor. Asosan baribir O'zbekistonning o'sha o'zlarini Qoraqalpog'iston hududida, respublikasida yashaydilar. Masalan, Toshkent viloyatida ham, Toshkent shahrida ham Qoraqalpoqlar ko'p. Undan tashqari Qozog'istonda bor Qoraqalpoqlar, Turkmanistonda bor, Rossiya Federatsiyasida bor va hatto Tojikistonda ham Qoraqalpoqlar bor. Shuni beraman. Qoraqalpoq jigarlarimiz haqida ma'lumotlarga qo'shimcha qilib ketamiz. Demak, o'zi tarixan, demak, Qoraqalpoq jigarlarimiz mana shu Sirdaryoning o'rta bo'ylarida istiqomat qilishgan va endi qozoq qardoshlarimiz bilan kelisha olmagan joylari bo'lgan va Xorazm xonligi ularga mana shu Orol bo'yidan hududlar bergan. Qarang, qiziq jihati mana Toshkent viloyatida, Farg'ona vodiysida, Tojikistonda Qoraqalpoqlar bor. Albatta. Ular Sovet davrida Qoraqalpog'istondan ko'chib kelganlar emas ekan, Ixtiyor aka. Ular o'sha vaqtda Sirdaryoning o'rta bo'yida istiqomat qilgan Qoraqalpoqlar, qozoq qardoshlar, endi bu turkiylar endi xafa bo'lmaylik, biroz janjalkashroq ham bo'lganmiz u vaqtlarda. Hammamiz bir-birimiz bilan urushaverganmiz. Hozir ham bor. Endi mana o'sha qozoq qardoshlarimiz bilan biroz chiqishmagan Qoraqalpoqlarni Xorazm xonligiga yer bergan. Bundan tashqari Qoraqalpoqlar o'sha vaqtda Toshkent, Farg'ona, mana shu vodiy tarafga ham tushgan ekan. Ya'ni buni o'ylashadi, Qoraqalpoqlar o'sha Sovet davrida ko'chib bu yoqqa o'tgan. Yo'q, bu Qoraqalpoqlar bu yerda eskidan bor. Azaldan, ya'ni bular o'sha Sovet davridan oldindan bu yoqqa kelib yashashni boshlashgan. Ya'ni Orol dengizi atrofida vaziyat qiyinlashgani, ya'ni ekologiya yomonlashgani uchun bu yoqqa to'g'ri, undan keyin ham ko'chishlar bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin bizdagi o'sha Toshkent atrofi, vodiy, Tojikistondagi Qoraqalpoq qishloqlari bu o'sha ular azaldan bu yerda yashagan, ya'ni Sirdaryoning o'rta bo'yidan bu yoqqa ko'chib o'tgan jigarlarimiz. Albatta. Qoraqalpoqlardan keyin yana bir narsani aytib ketaylik, bizni Nurbekni Qoraqalpoq do'stlari shu darajada ko'pki, hurmatli muxlislar, ajoyib bular, ya'ni bir-biriga juda mehribon, oqibatli insonlar, bular birga o'qishgan chamamda va har yili bir marta ular Qoraqalpog'istonda ko'rishishadi. Biz savol beramiz, nega ularni Toshkentga taklif qilmaysiz yo Qashqadaryoga ketsa, ular ko'pchilik ekan Qoraqalpoq do'stlar. Nurbekka og'ir bo'ladi-da. Nurbekka og'ir bo'ladi-da. Qani ular buni tushunib, yaxshisi Nurbekni taklif qo'yib qolishadi. Ayya, kelaversin, yordam beramiz. Endi Nurbekka ham Qoraqalpoqga borish qiziqroq. Borib cho'nib keladi. 20 ta Qoraqalpoq do'stini bu yerga olib kelgandan ko'ra. 20 ta Qoraqalpoq birlashib bunga bilet olib berishadi-da. O'zi yaxshi-da, mana Nurbek, demak, Nurbek o'zini nimasi bilan Qoraqalpoq va o'zbek xalqini umuman ajoyib do'stligini har yili albatta boradi, yozni issig'ida boradi uni ustiga. Hayron qolamiz. Qoraqalpoq jigarlarimiz o'zi Nurbekka bir berish kerak, medal pedal. Do'st, ya'ni
do'stona munosabatlarni kuchaytirayotganligi uchun. Qo'miqlar, G'ayratxo'ja, qo'miqlar mana Kavkazda mana qo'miq deb qo'yibdi, ko'rdingiz? Kavkazda qo'miqlar 600 ming atrofida deb qaraladi. 1,5 milliondan oshiq. Albatta bu kichkina son emas, lekin juda katta millat bo'lmasa ham Rossiya Federatsiyasining asosan Dog'istonda yashaydi qo'miqlar. Shuningdek Chechenistonda bor, Shimoliy Osetiyada bor, Turkiyada bor va G'ayratxo'ja O'zbekistonda ham. Biri onda 2000 qo'miq bor O'zbekistonda. Ya'ni 1200 dan oshiq qo'miq millatiga mansub o'zimizning vatandoshlar O'zbekistonda yashaydigan qo'miqlar bor. Keyingisi yoqutlar. Yakutiya. Ixtiyor aka. Men sizni chalg'itib yubordimmi? Qirg'iz qardoshlarimiz haqida aytmadingizmi? Yo'q, qirg'izlarni aytmabman. Qarang, yana boya Afg'oniston endi nima bo'ladi bu? Endi hozir Hurmatli muxlislar, bu shunaqa bo'ldiki, endi orada bilasiz, men qo'shilib ma'lumotlar sal mana shu vaqtda biroz Ixtiyor aka men chalg'itib qo'ydim. Albatta, aholi soni bo'yicha qirg'iz qardoshlarimiz ham yuqori o'rinlarda turishadi. Ular to'g'ri. Hozir demak, to'g'ri, qirg'izlar to'g'ri biroz tashlab o'tib ketibmiz. Hozir demak oxirida aytib o'tamiz. Ixtiyor aka, qani yoqutlarni qirg'izlar oxirida qirg'iz qardoshlarimiz haqida aytib ketamiz. Qirg'iz qardoshlarimiz albatta katta. Hozir ularni aytib o'tamiz. Ulardan albatta ko'p, u ma'lumki endi. Ba'zi ma'lumotlar o'tib ketib qolsa, to'g'rilab turing, to'g'ri aytyapsiz. Yoqutlar 480 ming atrofida yoqutlar bor. Asosan Rossiyaning o'sha Yoqutiston, undan tashqari Krasnoyarsk o'lkasida, Moskvada, Xabarovsk o'lkasida, Primorsk o'lkasida va Sankt-Peterburgda yoqutlar yashaydi. Shuningdek, hozir yoqutlar hatto Qozog'istonda ham yoqutlar bor. Latviya va Kanadada ham yoqutlar bor. Bu ham turkiylar. O'sha Yoqutistonda yoqutlar, bu ham turkiylar. Keyingisi Qrim tatarlari 588 mingdan 1 milliongacha Qrim tatarlari bor deb qaraladi. Yo, menimcha Qrim tatarlarini ham rasmiy ma'lumotlarda oz ko'rsatishadi shekilli. O'zi aslida ko'p bular. Ixtiyor aka, bu so'nggi o'sha 2014-yildan keyingi voqealardan keyin bu yana o'zgarib ketdi. O'zgargan. Chunki Rossiya tarkibiga qo'shib olindi. Chunki men ham hayron qoldim. Chunki 588 ming bo'lishi mumkin emas, ular ko'p, milliondan ko'p bo'lishi kerak. Albatta Qrim tatarlari mana biz bilan ham O'zbekiston, bular deportatsiya bo'lgan, ularning tarixi juda ham albatta fojiali tarixi, o'sha Stalinni ular unutishmaydi. Stalinizmning o'sha nimasi natijasida, jinoyatlari natijasida mana O'zbekistonga kelib ular biz bilan salkam yarim asr yashadilar, hozir ham yashayotganlar bor. Hech kim ularni quvgani ham yo'q. Ya'ni bular o'zimizni turkiylar, Qrim tatarlari asosan Qrimda o'zlarining tarixiy vatanlari, ayniqsa Sevastopolda bor, shaharlarda Simferopol, Ukrainada bor Qrimlar, Qrim tatarlar, Rossiyada bor, Turkiyada, Ruminiyada, vatanimiz O'zbekistonda ham hozirgacha 10 mingdan ortiq Qrim tatarlari yashaydilar. 10 mingdan ortiq. Undan tashqari Bolgariyada bor, Litvada bor, Qozog'istonda ham Qrim tatarlari ko'p. Qorachoylar. Kavkazda qorachoylar, mana qorachoylar mana yozib qo'yibdi. Kavkazda qorachoylar 300 mingdan ko'proq deb rasmiy ma'lumotlarda 300 mingdan ko'proq deb olinadi. Ular Rossiyaning Qorachoy Cherkesiyasida, undan tashqari Stavropol o'lkasida, Kabardin-Bolqoriyada, Moskvada va Krasnodar, xullas Ukraina va Turkiyada ham qorachoylar bor. Tivaliklar, Tuva, boya aytib o'tdik, o'sha 350 ming atrofida tuvaliklar bor. Bu ham yirik turkiy bir xalq, Tuva. U sal nariroqda Tuva. Mana o'zingiz ko'rsatib yorsangiz, mana tivaliklar. Demak, mana bu yerda mana tivaliklar bor. 350 ming atrofida Rossiyaning o'sha Tiva nimasida yashaydilar. Undan tashqari Krasnoyarskda, Irkutskda, Novosibirda, Tomsk oblastida, Xakasiyada, Buryatiyada va chet ellarda ham tuvaliklar bor. Ayniqsa Mongoliya, Xitoy va eng qizig'i Latviyada
shu Latviya tendensiyasi meni hayratlantiryapti. Nimagadir ko'pchilik Latviyaga ketyapmi deyman-da, turkiylar. Bo'lishi mumkin. Har bir nimada ma'lumotda qarayapman, hamma xalqlardan Biznikilarni ham katta mulklar bor deyiladi. Latviyaga ko'chyapti-da nimagadir. Endi Endi dengizga albatta yaqin. bu yaxshi bo'lsa kerak. Bu ketishda Latviya Turkiy davlatga aylanadi. Endi Bir 10-20 agar ular oila institutiga jiddiyroq e'tibor bermasa, hali Komolda Rabim hazillashib qo'yardilar. Bu ketishda o'zbeklar Rossiyani oson oladi. Xitoyga Tiva haqida yana qo'shimcha ma'lumot, hurmatli muxlislar, mana shu qardoshlarimiz tivaliklar Tayvan Respublikasi bilan aloqador joyi bor. Ajoyib. Tayvan albatta bir Xitoy degan bir konsepsiya asosida hammamiz Xitoyni bir bo'lagi deymiz. De facto lekin alohida respublika. Va bugungi Tayvanning Rossiyaga e'tirozi bor. Xitoyga. Qanday e'tiroz deyish mumkin? Nurbek, Tayvan demak o'sha gomindanchilar Tayvanga o'tib ketganda, u yerda endi o'zlari alohida respublika qilishdi, bugun de facto ular alohida yashayapti. Ular qit'adagi Xitoyni ham o'zimiznikida hisoblashadi-ku. Va ular o'sha 2-jahon urushidan oldin Tiva respublikasini SSR tarkibiga, xususan Rossiya tarkibiga o'tib ketganini tan olishmas ekan. Qoyil. Ular uchun hali ham u o'sha Xitoy imperiyasi tarkibidagi Tiva, Xitoy imperiyasi tarkibida. Va uning Rossiyaga o'sha vaqtda o'tib ketishi biz unga rozi bo'lmaganmiz deb hisoblaydi. Va bu Tayvanning Rossiyaga hududiy da'vosi. To'g'ri, endi hech narsa qila olmaydi, lekin hududiy da'vosi bor. Ya'ni Xitoy, qit'adagi Xitoy bizniki va Tiva o'sha vaqtda qit'adagi Xitoyning bir bo'lagi bo'lgan deb Tayvan haligacha Rossiyaga hududiy da'vosi bor. Ya tuvaliklar menimcha hozir jon deb qo'shilsa ham kerak. Qaytib. Ya endi xudo biladi, endi qo'ying, biz bu ichki ishlar ularni o'zlari bilishadi, lekin mana shunday da'vosi bor. Albatta. Ya endi hozir Tiva uning uchun Tayvanga emas, Xitoyga qo'shilish kerak-da, Xitoyga. Endi Xitoyga qo'shilganda xudo biladi, ular ertaga Tivaligini saqlab qoladi. Rossiyada qolgani ma'qul. Undan ko'ra Rossiyada qolgan. O'zi alohida bir davlat bo'lib chiqsa ham yaxshi bo'lardi kelajakda. Tuvaliklar o'sha boya aytib o'tdim, Latviyagacha o'sha tarqalgan. Gagauzlar bor. Bu o'sha Moldaviyada, bilasiz, Moldaviya hududlarida mana Gagauz deb qo'yibdi, mana Gagauz. Gagauzlar 250 ming atrofida, salkam chorak million, bu ham kichkina son emas. Yarmidan ko'pi, ya'ni 126 ming kishisi Moldaviyada yashaydilar, Gagauzlar. Endi bilasiz, u yerdan juda ko'p muammolar kelib chiqdi bu Gagauzlar bilan. Ya'ni oxirgi vaqtlardagi biroz siyosiy ob-havoni ham aynan shu Gagauzlar u yerda tashkil qilib qo'yyapti. O'sha Rossiya bilan yaqinlashdagi lokomotiv bu o'sha Moldovadagi Gagauzlar bo'lib turibdi. Ha, shunday. Gagauzlar o'sha nafaqat Moldaviyada, balki Ukraina hududlarida, Odessa va boshqa shaharlarda, undan tashqari Rossiyaning boshqa joylarida, Turkiyada Gagauzlar bor, Gretsiyada bor, Ruminiyada bor, Bolgariyada bor, yana Qozog'iston va Latviya. Gagauzlar ham. Shuni hayron qolaman, Latviya uchiryapti har bir nimadan. No'g'oylar 230 ming atrofida, bu ham salkam yarim chorak million. Bular ham Dog'istonda asosan. Dog'istonda, o'sha mana shu yerlarda, Dog'istonda. No'g'oylar Rossiyada, Qorachoy-Cherkesiyada, Xanты-Mansiysk avtonom okrugida, Astraxan oblastida, Krasnodarda, Turkiyada, Ruminiyada, Bolgariyada, Qozog'istonda, Ukrainada ko'plab yashaydi. Buni qarang, 200 ta No'g'oy O'zbekistonda, 200 ta No'g'oy vatandoshimiz bor. No'g'oylar O'zbekistonda ham bor. Bizda No'g'oy qo'rg'on bor-ku. Ha, No'g'oy qo'rg'on. Shu nimada shu bir hech esimdan chiqmaydi. Rossiya Federatsiyasidan poyezdda qaytayotgan paytimiz bir Kafkaz yigiti hada u yoqqa o'tsa ham bizga qaraydi, bu yoqqa o'tsa ham bizga qaraydi. Biz hayronmiz nimaga? U bizga buncha kim bir reketmi ham deb qo'rqdik bir. Xavotirda qo'rqmadik. Bir payt haligi shunday kelib aytayapti, sizlar qayerliksizlar deyapti-da. Откуда вы deyapti. O'zbekiston desak, meni tilimga o'xshaydi-ku sizlarning tillaring deyapti-da. Biz shevamizda gapirsak, haligi hayronda. Bu meni ham qishlog'im shunday gapiradi sizlar. O kim ekan? Shu nima, Dog'istonni boyagi. Ajoyib. Qarang. Hayratlanganmiz-da o'shanda. Demak, bular ham o'zimiz turkiyligini shuni nima qilganmiz.
Bolqorlar bor. Bular ham Kavkazda yashaydilar. 135 mingdan ortiq bolqor bor. Ya'ni Rossiyaning Kabardin-Bolqoriyasida, Kabardin-Bolqor Respublikasida, shuningdek Qorachoy-Cherkes, Stavropol o'lkasi, albatta Moskva va Sankt-Peterburgda, O'zbekistonda ham 900 ta bolqor bor. O'sha Kavkazda mana bolqorlar. O'sha katta Kavkazga nimada yashaydi bular. Solar degan xalq bor Turkiylarda. Albatta. Solar degan xalq bor. Bular 361 mingdan ortiq kishi. Xitoy Xalq Respublikasining Gansu, Suar, Sinxay provinsiyalarida yashaydi solarlar. Mana. Mana bu yerda ana solarlar. Mana solarlarning ana shu solarlar. Ko'rdingizmi? Xitoyning markazida yashaydi bular. Va bular ixtiyoriga Samarqanddan ketgan. Shunday, Bu solarlar o'zimizda O'g'iz laqchasida so'zlovchi xalq, O'g'iz laqchasida Samarqanddan ketgan va o'zlarini ota yurtlari sifatida Samarqandni bilishadi. Shunday. Bugun ular endi O'g'iz laqchasida so'zlashgani uchun turkmanlar bilan bugun ularning aloqalari ham kuchli. Kuchli. Albatta unikal bir xalq solarlar. Hakaslar 62 mingga yaqin hakas bor Hakasiyada. Ana hakas mana ko'rsatasiz. Mana bu yerda o'sha yerda ko'rsatib Hakaslar bor 62 mingga yaqin ana Hakasiya. Albatta Hakasiyada, Krasnoyarsk o'lkasida, Tivada, Tomsk oblastida, Kemerovda, Novosibirskda, Irkutskda va shuningdek Hakaslar Xitoyda ham bor. Professor G'aybulla Boboyorovning fikrlaricha Hakaslar bu Yenisey qirg'izlar aslida. Shunday, to'g'ri. Enasoy qirg'izlar. Enasoy qirg'izlar. Mikrofonga, demak, Professor G'aybulla Boboyorovning fikrlaricha bu Hakaslar bu Enasoy qirg'izlar. Shunday. Oltoy turklari degan bir nima ham bor ekan, etnik guruh 80 mingga yaqin ekan. Qarang, Oltoy respublikasida, shuningdek Mongoliyada, Xitoyda va Qozog'istonda yashaydilar. Bir yaxshi bir akaxonimiz bor, shu kishi aytadilar, ilgari Rossiya hali tinch payti Ukrainaga urushdan oldin men ko'pincha Oltoyga borardim deydi. Shu ajdodlarim o'sha yerdan kelib chiqqanligi uchun o'sha tabiati ham shu darajada go'zal deydi. Xalqi ham o'sha Oltoy turklari ham xuddi o'zimizga o'xshagan. Shunday. Juda ham yaqin nimasi. Keyingisi Xalaj degan turkiylar bor. Bu yerda qayerda ko'rsatilgan? Xalajlar mana nimada? Eronda asosan Afg'oniston, Eron. Hozir endi buni mana Xuroson hududida bo'lsa. Mana shu atroflarda. Xalajlar 40 ming atrofida, ular Eronda, Afg'onistonda, buni qarang, Hindistonda yashaydi ular, Xalajlar Turkmanistonda, hatto O'zbekistonda ham bor. O'zimizda Xalajlar bor. Endi bu menimcha Buxoro, Surxondaryo viloyatlarida bo'lsa kerak. Eynu yoki Abdal degan yana bir etnik guruh bor. Aynular. Bular o'sha Uyg'urlarning subetnik guruhi hisoblanadi. 100 mingga yaqin ekan. Katta-da bu. Katta nima? Mana Aynular. Albatta ular asosiy qismi Xitoyda yashaydi. Undan tashqari Eronda, Pokistonda va hatto Tojikistonda ham Aynular bor. Yana bir etnik guruh Sariq Uyg'urlar. Buni eshitgansiz, Sariq Uyg'ur deyiladi. Sariq Uyg'urlar ham Xitoy va Mongoliyada 15 mingdan ortiq. Xitoy va Mongoliyada o'sha Sariq Uyg'urlar. Mana shu atroflarda. Albatta. Boya Do'lg'onlar haqida ham gapirib o'tdik. Bu ham kichkina bo'lgani bilan baribir xalq son jihatdan 10 mingga yaqin. Rossiyaning Krasnoyarsk o'lkasida, Taymir Dolg'on Nenetsk rayonida, Yakutiyada, Ukrainada, Qozog'istonda ham hatto bir nechta dolg'on ro'yxatga olingan. Xotonlar deyshadi. 12 mingga yaqin xotonlar bor. Ya'ni bular ham Turkiy nima hisoblanadi? Mongoliyaning Upsunur aymog'ida yashaydilar. Oyrot o'sha qadimgi bular ham qirg'izda, o'sha qadimgi o'sha qirg'izlar hisoblanadi deyshadi o'sha xotonlarni. Shorslar degani bor. Bular ham turkiylar hisoblanadi. Bularni Shor-Kiji yoki Tatar-Kiji deb atashadi. 13 ming atrofida Rossiyaning Kemerova oblastida asosan. Ana shu yerda-da. Jo'ragam qiziq holat. Mana hozir muxlislar yozishyapti, bir odam.
sho'rslar bor, tilimiz bir xil, Kemerovo atrofida yashaydi deb. Shunday, Kemerovo atrofida yashaydilar. Undan tashqari Xakasiyada bor, Krasnoyarsk o'lkasida bor. Hatto Qozog'istonda ham 100 ga yaqin sho'rslar bor ekan. Mana shu millat bor, u ham turkiy, o'zimizning turkiylar. Boya aytib o'tdik boshida kumandinlar, jami bu juda kichkina nima etnik guruh, 3000 ga yaqin Rossiyaning Oltoy o'lkasi va Kemerovo oblastida yashaydilar, kumandinlar. Boya aytdim, teleutlar, ya'ni bularni Todor, Telenget, Bayat Pachat ham deb ataydilar. Bular ham 2,5 ming kishi atrofida. Bu ham Rossiyaning Kemerovo, Oltoy respublikasi va o'sha Oltoy o'lkasida yashaydigan kichik etnik guruh. Endi eng g'aroyib turkiylarga o'tsak, Ixtiyor aka, shu yerda qo'shimcha qilib ketamiz. Hurmatli muxlislar, demak, qardoshlarimiz qirg'izlar. Demak, mana bizdan sharqda istiqomat qilishadi. Ajoyib davlat, ajoyib tog'liklar, umuman issiqko'l bu o'sha Qirg'iziston va 6 milliondan ko'p 6,5 million qirg'iz millatiga mansub turkiy xalq bor, o'zimizning qardoshlar. Ular ham juda ham kelib chiqishi jihatdan ham juda ham ajoyib tarixga ega qardoshlarimiz. Aybulla Boboyorov ta'biri bilan aytganda, o qadimgi turkiy so'zlarni 5 tasini topsang, shundan bittasi qirg'iz bo'lib chiqadi dedilar. Va Ixtiyor aka, qirg'izlar tarixini ko'proq Enasoy bilan bog'lanadi. Bu o'sha Oltoydan yuqoriroqda mana shu o'sha Xakaslar yurti bugungi. Mana shu atrofdan demak Enasoy qirg'izlar va bu tarixda juda ma'lum va mashhur qirg'iz xoqonligi bor, bilamiz endi o'sha Uyg'ur xoqonligi bilan bir davrda joy almashgan. Aytamanku biroz janjalkash bo'lganmiz turkiylar. Va o'sha qirg'iz xoqonligi ham bo'lgan, Enasoy qirg'izlari bor. Va ularni tarixda biz nimani ko'ramiz? Aytiladiki, ular keyin janubga qarab ko'chishdi deyshadi. Va ular asosan Enasoydan ishadi. Lekin o'sha professorimiz G'aybulla akaning aytishlari bo'yicha nafaqat bu qirg'izlar, demak, Tianshan tog'larida, Issiqko'l atrofida qadimdan ham bo'lganligini ular manbalar asosida isbotlagan ekanlar. Ya'ni bu qirg'iz qardoshlarimiz Enasoydan shunday kelib qirg'iz yerlar, bugungi qirg'iz yerlarda paydo bo'lib qolishmagan. Ularning ajdodlari, ya'ni bir qismi aytadiki, ota-ona taraf deydi-ku. Ota taraf Enasoy bo'lsa yoki ona taraf Enasoy bo'lsa, bir taraf mana shu o'zimizni sharqimizdagi Issiqko'l atroflarida ham ularning qo'noqlari bo'lgan ekan. Qadimdan bo'lgan. Mana shu va qirg'iz qardoshlarimizning yana ko'p yashaydigan hududlaridan biri bu Xitoyning shunday hududlari bor. Hozir men aniq aytib o'taman. Demak, qirg'iz o'zi Qizilsuv Qirg'iz avtonom mana shunday, mana Qizilsuv Qirg'iz avtonom tumanida Xitoyning mana shu joyda ham qardoshlarimiz istiqomat qilishadi. Qirg'izlar o'zimizda ham, mana O'zbekistonda ham juda ko'p qirg'izlar bor, o'zimiz vatandoshlar. Qardoshlarimiz-ku. Va hurmatli muxlislar, tatarlardan, ya'ni tatar millatiga mansub turkiy xalqlardan biroz ko'proq ular. Shuni ham hisob. To'g'ri, shu Qirg'izistonni boya nima qilib ketibmiz. Qirg'izlar eng katta turkiylardan, eng katta xalqlardan biri, albatta. Qarang, hatto Italiyada ham mingdan oshibdi. Qirg'izlarmiz? Juda haligi xalqda qirg'izlar nima deydi, haligi uyushgan, bir-biriga yordam beradigan, mana ko'p ko'rganman, qirg'izlar bilan birga bir joylarda ishlashga ham to'g'ri kelgan. Juda bir-birini qo'llaydigan, uyushadigan xalq. Keyingisi boya endi bir g'aroyib bir turkiylar bor, Karaimlar deb ataladi. Bularning soni 2000 dan ortiq deb qaraladi. Asosan Ukrainada, Qozog'istonda, Rossiyada, Polsha va Litva va Belarusiyada yashaydilar. Bularni Polsha tatarlari ham deb atashadi. Qipchoq guruhiga mansub Karaim an'analari, ya'ni folklorlariga qaraydigan bo'lsak, ularning tarixiga agar e'tibor bersak, ularni 14-asrda Litva knyazi Vitovt, qarang, 1350-1430-yillar yashagan Litvaning buyuk knyazi Vitovt bir necha yuz tatarlarni Qrimdan Litva buyuk knyazligiga ko'chirib o'tkazgan degan afsonalar borda. Ya'ni manbalar bor. Ularni hozir ham Polsha va Litva tatarlari deb ataydilar. Ya'ni yana bitta versiya bor. Bunda Oltin O'rda xoni To'xtamishxon
Amir Temurdan yengilgach, o'z tarafdorlari, bir guruh tarafdorlari bilan Litva buyuk knyazligiga qochib boradi. G'ayratxo'ja. To'xtamishxon bir guruh tatarlar bilan Litvaga qochib boradi va mana shu tatarlar Boltiq bo'yida qolib ketadilar. O'zi boya aytdingiz, Latviyada turkiylar. Ya endi bular yangi turkiylarda. Shunda demak eskidan biz uchun qulay joylar bo'lgan. Oldindan yashagan Karayimlar bor. Masalan, To'xtamishxon Amir Temurdan yengilgandan keyin o'zi Litva taraflarga ketadi-ku. Bu ham o'zimiz Turkiya endi sal to'polonchiroq bo'lgan. Olib ketib qolganda shu o'zi bilan bir necha yuz oilani albatta olib ketgan va endi u yerga borsa o'zi litvaliklar, latviyaliklar kamroq-ku. Ko'payib ham ketadi deb. Ana shu tatarlar Boltiq bo'yida qolib ketadilar. Yevropada ular qarang assimilyatsiyaga uchraydi albatta. Polshada ular e'tibordan balki biroz chetda qolgani uchunmi yoki o'zlari kabi kamsitilayotgan yahudiylar bilan yaqinlashishga majbur bo'ladilar. Endi boyagi ikkita nima chetlat endi bilasizku, katoliklarda Yevropada millatchilik kuchli bo'lgan. Aynan tatarlar o'sha Karayimlar bilan yahudiylar ikkalasi baribir ularning huquqlari biroz cheklanganligi uchun ana u ikkalasi baxtsizlar birdan birlashib oladi-ku chetda. Natijada Karayimlar o'sha yahudiylar bilan yaqinlashadilar va bir qismi qarang assimilyatsiyaga uchraydi, yana bir qismi yahudiylarning dinini ham qabul qiladilar, Karayimlar. Albatta ba'zi birlari katolik dinini ham qabul qilgan. Musulmonchilikni endi saqlab qolganlari ham bo'lgandir, lekin keyinchalik sekin-sekin u assimilyatsiyaga uchrab ketadi. Qarang, yahudiylarni qonimalari cheklangan bo'lsa-da, huquqlari Karayimlarni mana shu ajratib ana o'qigan ekanda, Polshada ham, Rossiyada ham. Masalan, Yekaterina 2-davrida yahudiylardan farqli o'laroq Karayimlarga ba'zi bir nimalar berilgan, ligotalar berilgan Rossiya imperatoritsasi tomonidan. Undan tashqari Avstriya imperiyasiga qo'shilgan Galitsiyadagi Karayimlar xristianlar bilan teng huquqli bo'lish imkoniyatini ham qo'lga kiritganlar. Eng yomoni bularga Gitlerchilar Germaniyasini, ya'ni natsistlar hokimiyat tepasiga kelgandan keyin G'ayratxo'ja bularni ham yahudiy sifatida qirg'in qilish eng yomon ta'sir qildi Karayimlarga. Ular tatarku, o'zi asli turkiylar-ku. Gitlerchilar Germaniyasi Avstriyani o'sha birinchi Anschluss qilib, keyin Polshani bosib olgandan keyin va keyinchalik SSRga bostirib kirgandan keyin Boltiq bo'yini egallaydilar va Karayimlar ham xuddi yahudiylarga o'xshab qirib tashlash ostida, xavf ostida qoladilar. Karayimlarni ham qirib tashlamoqchi bo'ladi yahudiy deb. Chunki dinini qabul qilgan-ku ular yahudiylarni. Natijada Karayimlarning yirik arboblari mana shu Gitlerchilarga o'zlarini kimligini isbotlashga harakat qilgan ekanlar. Qarang, baribir ziyolilar katta rol o'ynaydi. Ana shunday xavf ostida masalan Samuel Moiseyevich Xo'jash degan yurist advokat, asli Karayimlik, Simferopolda, ya'ni Gitlerchilar 42-yil Qrimni egallaydi-ku, boyagi feldmarshal Manstein. Ana shunda mana shu kishi Yevpatoriyalik jamoat arbobi Qrimni natsistlar okkupatsiyasi paytida, ya'ni juda ko'p Karayimlar, 6000 dan oshiq Karayimlar qirib nima qilinadi-da natsistlar tomonidan. Shu qirg'inni to'xtatish uchun Samuel Moiseyevich Xo'jash Simferopoldagi arxivlarni, hujjatlarni olib German natsistlar rahbariyatiga olib boradi Berlinga. Ya'ni isbotlaydi. Bu yahudiy emas, bu xalq. Bu tatar, turk bular. Va boyagi qirg'inlar keyin to'xtatiladi, ko'rdingiz? Endi ular albatta bu bilan yahudiylarga ziyon yetkazish niyat qilishmagan. Yo'q, baribir xalqni imkon qadar bir xalqni saqlab qolish kerak-ku, o'zingni. Ana shundan ham baribir qarang, millatni ziyolilari ham qutqarishi mumkin-da. O'zi qutqaradi, o'zi aslida ziyolilar. Xullas, hozirgi kunda Karayimlar AQShda, Isroilda ham yashaydilar. Hatto mana AQShda professor, biolog Valentin Kefeli degan kishi Karayim, Karayim yangiliklar gazetasini yuritadi Amerika Qo'shma Shtatlarida, Karayimlarni. Yana bir etnik guruh bor, G'ayratxo'ja. G'alati nomi ham Fuy qirg'izlari. Fuy qirg'izlari.
ularni herges tirtis ham deb ataydilar. Menimcha G'aybulla aka bu haqida ko'rsatuv qilgan Bu bo'lsa. juda ham ajoyib ko'rsatuv bo'lganda, Ajoyib, hurmatli muxlislar, demak xaritada mana Xitoyning shimoli sharqida joylashgan mana Fuye qirg'izlarning hududi mana. Qirg'izlar. Ajoyib xalq, buni G'aybulla aka aytib bergandilar. Ya'ni ularga turkiy endi hozir biroz xitoylashib ketgan bo'lishi mumkin, yozuvlari ham xitoycha bo'lishi mumkin. Lekin gapirganlarida turkcha gapirsalar, biznikidan qanday bo'ladi desalar, masalan, biz bu kitob emas deb gapirsak, ular bu bitik boshqa derkan. Qarang, kitobni bitik, emasni boshqa. O'zi g'alati bir nimalar bo'lgan tarixda, qarang. Bular o'zi o'sha Yenisey qirg'izlari, boya siz aytganda, Yenisey qirg'izlari o'zi Jungoriyada yashab kelganlar, ammo Sin imperiyasi Jungor xonligini tormor qilgach, ularni Manjuriyaga ko'chirib olib ketadilar. O'zi bular boshqa yoqda bo'ladi, u yerda bo'lmaydi. Ixtiyorga o'zi qiziq holatda. Qarang, qirg'iz qardoshlarning yeri qayerda o'zi? Ular Enasoy qayerda? Enasoy qarang. Fuye qirg'izlari qayerda? Qayoqqa borib qolgan? Hali uchburchakda, juda chiroyli uchburchak. Agar biz Hakaslarni ham shu Enasoy qirg'izlarining qarindoshi desak, ya'ni qarindosh deganda bir avlodi desak, ajoyib uchburchak chiqargan Ixtiyorga. Eng qizig'i, Tianshan va Xitoyning shimoli sharqi. Eng qizig'i 1945-yilda Sovet qo'shinlari Yaponiya imperiyasiga qarshi Manjuriyaga kiradi. Sovet qo'shinlari. Xalxingol o'sha tarafga kiradi. Yo'q, 45-yil. Uzr. Ikkinchi jahon urushi tugashi kerak-ku, Yaponiyaga qarshi Sovet ittifoqi urushga kirgan paytda qirg'iz askarlari ham bor-ku, bizni tarkibimizda o'zbeklar bor. O'sha yerga borgan paytda ular g'alati bir xalqqa duch keladi-da. Qarasa o'zimizga o'xshab gapiryapti. Qirg'izlar og'iz ochilib qoladi. Ha bu o'z qirg'iz-ku bular deydi. O'zimiz o'sha yerda yuribmiz. Biz nima, sizlar qanday yoqqa kelib qoldinglar? Ular ham hayron, bizlar ham hayron. Ha bu qirg'iz-ku bular. O'sha vaqtda endi bilishgan. Ha, u bilmaganda asrlar davomida. Ixtiyorga 4000 kilometrmi? Ha, undan ham ko'proq u. Mana shu qirg'iz yerlaridan mana shu yergacha kamida 4000 kilometr, hatto 5000 kilometr. 5000 kilometrda ajoyib bo'lsa kerak, 5000 kilometrga sen borib ularni ozod qilib borsang, o'zing yuribsan. Qirg'izlar yuribdi. Qirg'izlar yuribdi. Hayron qolgan ekan soldatlar va ular o'zlarining rahbariyatiga kelib aytgan ekanlarki, bu yerda qirg'izlar bor ekan. Sovet askarlari o'zlari rahbariyatiga. Keyinchalik qirg'izlarga, bu yerdagi Fuy qirg'izlariga qiziqish albatta ortib ketadi va 1952-yilda Yuy Ifuning qarang, Nyantzan o'tloqlaridagi qirg'izlar nomli juda katta maqolasi chiqadi va dunyo ilmiy nimasini e'tiborini o'ziga jalb qilgan. Qarang. Yana bir xalq bor, Qirimchaqlar deb ataladi. Bu ham boya aytib o'tdik, Karaimlar kabi bular ham Iudeya, o'sha Yahudiy nimasida o'zlarini Isroil bolalari deb ataydi. Bir kichik Yahudiy turkiy etnolingvist turk tilida gapiruvchi guruh taxminan 1,5 ming atrofida. Rossiyada yashaydilar, ba'zi bir qismi Moskvada, shuningdek Qrimda bor, Ukrainada, hatto O'zbekistonda 173 tasi yashagan ekan, mana shu Qirimchaqlarning. Hozirgi kunda endi AQShda va boshqa davlatlarda ham yashaydilar. Men mana shu Qirimchaqlarga hayratda qoldim. Bular o'zi qanaqasiga turkiy bo'lishi mumkin? Bularning tarixini yaxshiroq o'rgansak agar, endi G'aybulla aka menimcha kengroq yoritsalar kerak. Yunon koloniyachilarining avlodlari bo'lishi mumkin yoki genuyaliklar yoki Ispaniya, Italiya, Rossiyadan kelgan yahudiylar va tatar turklarning qandaydir chatishgan assimilyatsiyasining bir ko'rinishi bo'lsa kerak. Yoki umuman balki turkiy emasdir bular. Balki turkiy tilini o'zlashtirib olgan o'sha qandaydir etnik bir guruh ham bo'lishi mumkin degan nimalar bor. Yo'q, ixtiyorga keling turkiy deylik. Chunki turkiylarni ko'paytirish kerak. O'zimizdan chiqarib yubormaylik. Ya, mayli. Ya endi ilmiy nazariyalarni aytyapsiz albatta. Turkiylarga chatishganda, baribir turk boshqa millat hech qachon birovning tilida gapirmaydi. Hatto ming o'sha ularni hukmronligi ostida bo'lsa ham, demak bularni ham albatta turkiy sifatida e'tirof etiladi butun dunyo. Buni G'aybulla akadan yaxshilab so'raysiz. Qirimchaqlar, Qirimchaqlar ham o'sha Ikkinchi jahon urushi davrida bular ham natsistlarning zulmiga uchradi. Bularni ham yahudiy deb
ko'p qirg'in qildilar. Hatto Stalin davrida bular deportatsiyaga ham uchradilar. Juda ko'pi nobud bo'lib ketdi. Hozirgi kunda juda kam, eng kam sonli turkiy xalqlardan bittasi. Shuningdek, tofalar degan bir nimasi ham bor. Karagislar deyishadi. Bu degani qora qirg'izmi, balki bilmadim. 800 kishi atrofida. Juda kichkina xalq. 800 tagina. Bir mahalla ekan. Mahalla. Janubiy Sibirda yashovchi bir turkiy xalq. Ukrainada ham bor ekan, biroz Irkutsk oblastining Nijneudinsk rayonida mana shu tofalar degan turkiy kichkinagina turkiy xalq bor. Yana bir kichik turk xalqi bor, Chulimlar. Chulimlar deyiladi. Bular Tomsk Karagaslari, ya'ni o'sha balki Karagas bilmadimmi? Qara qirg'izmi? Mana shu ma'noda bo'lsa kerak. Chulimlar taxminan 400 kishi atrofida. Tomsk oblastida va Krasnoyarsk o'lkasida yashaydilar. Uyg'ur O'g'iz guruhiga mansub deyiladi. O'sha chulimlar. Chulim tili yozuvga ega emas. Kamdan kam, o'sha juda kam bo'lganligi uchun Hayratxo'ja bu xalqlar yo'qolib ketish arafasidagi turkiylar, ya'ni o'zligini yo'qotib qo'yishi mumkin bo'lgan xalqlar sirasida. Chunki ular mana ruslashtirish, xristianlashtirish natijasida bu xalqlar hozirgi kunda deyarli qizil kitobga kiritilgan xalqlar desa ham bo'ladi. Yana bir xalq bor, Saatallar deyiladi. Ular Duxa deb ham ataladi. Mongoliyadagi bir turkiy xalq. Bular ham 300 kishi, 303 ta ekan. Hayratxo'ja hozir balki ko'paygandir. Darxat katlavinasida yashaydi. Bu kichkinagina Saatan xalqi shamanizm va buddizmga e'tiqod qiladilar. Asosan bug'u-boqarlik bilan, ya'ni bug'u boqish bilan kun ko'radilar. Xuddi tuvaliklarga yaqin. Saatan degan turkiy xalq bor. Va oxirgisi ili turklari. Ya'ni Xitoyda tan olinmagan turkiy etnik guruh 200 kishi atrofida, 177 ta deb ma'lum qildim rasmiy nimalarda. Xitoyning Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonidagi Ili Qozoq avtonom okrugida yashaydilar. Taxminan 120 tasi. Qozog'istonda ham 57 tasi mana shu ili turklari istiqomat qiladi. Ularning manbalarida aytilishicha, bu turklarning ajdodlari Hayratxo'ja boya asli farg'onaliklar. Aynan. Asli farg'onaliklar o'sha ili turklari bo'ladi. Bular bir paytlar Xitoyga kelib qolgan, o'zimizni farg'onalik, balki o'zbekdir tagi. Bo'lishi mumkin. Qarluq tillar guruhiga mansub ili turklari ko'chmanchilik bilan hayot kechiradilar va musulmon diniga e'tiqod qiladilar. Shundan ham bilsa bo'ladi. Demak, bu xalqlar o'zimizdan vodiyliklar. O'zimizni vodiylar qarang. Vodiyliklar Mongoliya, Xitoyda ham borib o'sha paytda joylashib qolganlar. Endi bugungi turkiy xalqlarni o'sha tillashishiga, tillariga qarab turli xil klassifikatsiya, ya'ni sinflarga bo'lib albatta o'rganiladi. Bunday o'rganilishiga sabab ko'chmanchi turkiy xalqlar yuqori mobillikka ega bo'lganlar, juda ham mobil xalqlar bo'lgan, uyushgan, kuchli xalq bo'lgan va o'troq xalqlarni assimilyatsiya qilib kelganlar asrlar davomida. Shuning uchun hozirgi turkiy avlodlarda Yevropoid, Mongoloid va ekvatorial irq vakillarini ko'rish mumkin. Bizda deyarli barcha irq, to'g'ri negroid yo'q, qolgani deyarli bor hammasidan. Umuman klassifikatsiya, ya'ni sinflarga bo'lish zamonaviy holatga asoslanmaydi, balki uning teskarisidir. O'rta asrlarga, ya'ni 1000 yil oldin tarixga murojaat qilinadi. O'sha davr ajdodlariga tegishlilik kriteriyasiga tayanadi klassifikatsiya. Masalan, turk xoqonligi parchalanib ketgach, tarix sahnasiga sahro ko'chmanchilar ittifoqlari keladi va ular tabiiyki buyuk turk xoqonligidan kichikroq edilar, ammo kuchsiz emasdilar. Bu etnik birikmalarga ozarbayjonlar, turklar, turkmanlar, qirg'izlar, tatarlar, qozoqlar, o'zbek va boshqa xalqlar kiradilar. Bu konfederatsiyalar bir-birlaridan keskin farq qilgan edilar va hozir ham keskin farq qiladi. Farqlar nafaqat etnik, balki siyosiy jihatdan ham ortib boraveradi. U yoki bu turkiy qabilalar umumiy dushmanga qarshi birlashib, hatto yirik davlatlar va saltanatlar qurganlar. Albatta bu strukturalar mutlaq jips bo'lgan deb bo'lmaydi. Chunki bu ittifoqlardan
demokratiya bo'lgan ekanda bunday o'ylab qaraganda turkiylarda. Bu ittifoqlardan bemalol chiqish yoki qaytib kirish mumkin bo'lgan turkiylarda. Ammo keyingi 100 yilliklarda afsuski yirik saltanatlar, o'sha Yevropadagi yirik saltanatlar bizni turkiylarni bosib, ko'p qismlarini bosib oldilar va bizni parchalab tashlashga muvaffaq bo'ldilar. Turkiylarning birlashishini ko'pchilik xohlamaydi. Va ming afsus, bugungi kunda mustaqil turkiy mamlakatlar juda oz. Ular 5 ta. 5 ta. Uzr. Yo, 6 ta. Mana 6 ta mustaqil turkiy mamlakat bor. Mana demak bu Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Turkmaniston, Ozarbayjon va Turkiya. Mana hozir biz o'nlab turkiy millatlarni sanadilar, hurmatli muxlislar ixtiyoriga. Shulardan faqat 6 tasida milliy davlatchilik bor. Mustaqillikni qadriga yetish kerak, bu bilan hazillashilmaydi. Shunday. Xullas, vaqt o'tishi bilan juda ko'p saltanatlarga asos soldilar, yirik davlatlar tuzdilar, juda ko'p tarixiy jarayonlarda qatnashdilar. Ammo ming afsuski 19-asrda, 18-19-asrda turkiy xalqlar afsuski boyagi yirik saltanatlarning hukmronligi ostiga tushib qoldilar va ular hozirgacha bizni birlashishimizni istamaydilar. Hammasi, hatto g'arb ham. Albatta. Endi chunki turkiylar birlashganda dunyoni yarmini olib qo'ygan. Xitoyga mana hozir turk xoqonligini ko'raylik. Mana qarang. Bu nima degani bu? Bu mega imperiya. Mega imperiya-ku. Tasavvur qiling, bu yoq Koreyaga yetib boryapti. U yog'i Qora dengizni shu Qrimgacha boryapti. Bu Atlantikadan. Tag'in ham u vaqtda hali Vizantiyaga tegmagan edik. Hali mana Kichik Osiyoga, hali Usmoniylar hali u yer tegmaganda, u mega imperiya-ku. Hindiston Boburiylar, hali Hindiston Safaviylar bor. Bu mega imperiya. Mega imperiya-ku. Va endi 15-asrni ko'raylik, Ixtiyor aka. 14-asrning oxiri, 15-asrning boshini ko'raylik. Kimlar bor edi u vaqtda? Temuriylar bor edi. Usmoniylar, To'xtamishxon, Oltin O'rda. Mega imperiyalar, dunyodagi eng katta imperiya, super imperiyalar bu turkiylar edi. Ming afsus, ularning orasiga nifoq solindi. To'xtamishxon qaysarlik bilan Amir Temur bilan urushdi. Usmoniylar kattasi Sulton Boyazid u ham biroz yoshlik qilib Amir Temur bilan urushib qoldi va 3 ta Turkiya urushib o'tiribdi. Afsus. Bundan kim foyda ko'rdi? Albatta g'arb, shimol va g'arb va sharq ham, Xitoy ham omonda qoldi. Shunday. Agar mana shunday Usmoniylar Amir Temurni band qilib qo'ymaganda, Amir Temur balki Xitoy tarafga vaqtliroq borishmi. Endi biz jang bo'lish maqsadida emas, endi kattaroq imperiya qurish maqsadida. Shunday. Endi mana bizni G'ayratxo'ja ko'pincha 3 ta katta til guruhiga bo'lib o'rganishga harakat qiladilar. Bular albatta Qarluqlar, O'g'uzlar va Qipchoqlar. Mana shu bo'yicha klassifikatsiya qiladigan bo'lsak, juda ko'p menga shu savolni berishadi, G'ayratxo'ja. Biz Qipchoqmi yoki O'g'uzmi, biz kimmiz yoki Qarluqmi? O'zbeklarda hammasi bor. Albatta. Uchalasi ham bor. Buni qarang, Qarluqlar kimlar? Qarluqlar bu birinchi navbatda o'zbeklar, Uyg'urlar va turkmanlarning bir qismi Qarluqlar deb olinadi. O'zbekiston, mana shu yerga yaxshilab e'tibor beringlar. O'zbekistonning Qashqadaryo, Surxondaryo va Buxoro viloyatlarining aholisining bir qismi Qarluqlarga mansub. Qarang. Asosan Qarluqlar O'zbekistonning Qashqadaryo, Surxondaryo, Buxoro viloyatlarida Qarluqlarga mansub. Qarluqlarmi yo'q, Qipchoqlarmi? Yo'q, Qarluqlarga mansub. Qarluqlarning mashhur tarixiy shaxslaridan Bilge Qo'lqodir xon, Sotuq Bo'g'raxon, ular Qarluq xoqonligini tuzganlar. Qoraxoniylar saltanati bu Qarluqlar. Albatta. Qarluqlar bo'lgan. O'g'uzlar eng katta nimasi O'g'uzlar 24 ta asosiy qabilalardan iborat bo'lganlar. Bu hozirgi zamonaviy turkmanlarning katta qismi O'g'uzlar, Suriya turkmanlari, Iroq turkmanlari, Xorazm o'zbeklari, hatto mana bizni Sirdaryo, Jizzaxdagi mana bizni forishliklarni ham O'g'uzlarga nima qilishadi. Yoki boshqa nimalarni ham Jizzaxda ham demak O'g'uzlar, umuman O'g'uzlar bor, albatta O'zbekistonning ko'p qismida, ammo asosan bari Xorazm o'zbeklari, shuningdek Ozarbayjonlar, Anadolu turklari, turk mesxetinlar, kiprlik turklar, gagavuzlar va salorlar aynan O'g'uzlarga kiradilar. O'g'uzlar juda katta imperiyalar tuzgan vaqtida O'g'uzlardan buyuk insonlar chiqqan, Abul Fadl Bayqoniy, Mahmud Qashqariy, Fazlulloh Rashiddin
Sharaf az-Zamon Tohir al-Marvaziy kabi ulug' allomalar chiqqan. Buyuk saltanatlar tuzganlar, masalan o'sha Afshorlar, Saljuqiylar, umuman hammasi mana shu O'g'uzlar saltanatlari bo'lgan. Qipchoqlarga keladigan bo'lsak, bular bir paytlar o'sha Palavetslar deb atalgan, Polovsi deb, ular o'sha nimalar hozirgi mana shu Ukraina hududlarida yirik davlatlar tuzganlar. Qipchoqlarga endi asosan qozoqlar, qirg'izlar, boshqirt, Oltoy va o'zbek xalqining bir qismi ana shu qipchoq turkiylarga kiradi. Qipchoq til guruhiga ana shular mansub. Bu yerda albatta asosan mana bu Samarqand, Jizzax va boshqa viloyatlar, ko'p viloyatlarning aholisi qipchoqlarga mansub. Endi G'aybulla aka buni menimcha yaxshiroq tushuntirib beradi. Bizning xalqimiz mana shu uchalasini orasida hammasidan borda. Balki Qipchoq bilan O'g'uzning oralig'ida ham bir bo'lishi mumkin. Bir-biri bilan oraliqda. Shunday, o'zbek millati shu mana shu uchala lahjada ham bor bo'lgan millat. Endi markazda joylashgani uchun bo'lsa kelsa, bekorga bosh bo'g'ini deyman. Endi bu mana tasavvur qiling, mana Qipchoqlar bor bizda. Bizda mana Xorazmda O'g'uz lahjasida, bu yerda Vodiy, Toshkent, Qarluq lahjasida. Ko'p bu bizda bu narsa. Albatta. Markazda bo'lgani uchun bo'lsa kerak va hattoki o'sha Xoqoniy turkchasi deb atalardi bir vaqtda. Toshkent, Farg'ona ham o'zi Qarluq, ha? Qarluq va Toshkentda Qipchoq ham bor. Qipchoqlar ham aralashdi. Albatta. Bir Farg'ona Qipchoqlari degan Qipchoqlar bo'lgan. Mana bu o'tgan kunlarda hammamiz yaxshi bilamiz. Qipchoqlar qirg'ini. Ming afsus. Ming afsus. Yo'qolib ketgan turkiy xalqlar sifatida e'tirof etiladi. Yo'q, bu yo'qolib ketmagan albatta, ammo o'sha qirg'inga uchragan. Ularning omon qolgan vakillarining bir qismi hozir Qirg'iziston, bir qismi O'zbekistonda o'sha qolib ketganlar va ularni qirg'iz ham o'zbek sifatida ham ro'yxatga olingan. Shuning uchun o'sha Qipchoqlar ikkala xalq vakillari sifatida hozir e'tirof etiladi. 1842-yilda ana shu Qipchoqlarning nufuzli vakillaridan biri Musulmonqul Qo'qon taxtiga minglar sulolasi vakili bo'lgan Xudoyorxonni taxtga olib chiqadi va uni bilasiz o'ziga kuyov qilib oladi. Saltanatni regenti sifatida Xudoyorxonning Musulmonqulni o'zi boshqaradi Qo'qon xonligini. Mana shu yerda Qipchoqlar biroz xatolikka yo'l qo'ydilar, chunki ular hokimiyat tepasiga kelgach, saltanatdagi Qo'qondagi juda ko'p ulamolarni, shayxlarni va badavlat oilalarni, klanlarni yo'q qilishga o'tadilar. Endi hammaga ma'lum nima uchun yo'q qilinishi, chunki boyliklarni o'zlashtirish kerak, yerlarni o'zlashtirish kerak. Endi bu shunday. Bu doimo mana shu juda ham bizning eng katta fojiamiz. Esingizda bo'lsa, o'sha o'tgan kunlarda filmida ham aytilgan, kitobida ham bor. Yusufbek hoji aytadi-ku, bu u yoqda katta yov qo'r to'kib turibdi, mana bu Turkiston, Chimkentda. Shunday. Biz esa Chor Rossiyasi bostirib kiryapti. Bular esa ana uni qilib bir-birimizning go'shtimizni yeb o'tiribmiz bu yoqda Toshkentda. Natijada albatta bu qatag'on va o'sha reyderlik aktlari javobsiz qolmas edi. Mana ko'rdingizmi? Birovni boyligini tortib olishing mumkin, lekin u ertaga uyushadi va mazangni qochirishi mumkin bir kun emas, bir kun kelib. Natijada anti-Qipchoq kuchlar birlashadilar. Xudoyorxon atrofida anti-Qipchoq partiya tashkil bo'ladi. Endi partiya deb partiya emas, endi o'sha guruh yig'iladi va Xudoyorxon tabiiyki o'zini qaynotasidan qutulish uchun xonning o'zi turibdi orqada deydi-ku. Bekorga emas, xonning o'zi turadi orqada va Musulmonqulni yiqitadilar va uni 1852-yilda qatl ettiradilar. Mana shu qatldan keyin Qipchoqlar, ming afsuski, Qipchoqlar qirg'in qilinadi. Ya'ni 20 mingdan ortiq Qipchoqlar qirib tashlanadi. Faqat Toshkentda emas, Qo'qon xonligining boshqa hududlarida ham. Ana shu tirik qolgan Qipchoqlarning bir qismi tog'larga qochib yashirinadilar. Va Farg'ona Qipchoqlari Farg'ona vodiysining eng sharqiy hududlarida tarqalgan. Ya'ni O'sh, Jalolobod va Qirg'izistonning boshqa hududlarida ana shu bir qism Qipchoqlar saqlanib qolgan. Yana boshqa manbalarda Farg'ona Qipchoqlari Norin va Qoradaryo oralig'idagi joylarda ham bo'lishi mumkin deyiladi. Ya'ni Qipchoqlarning markazi Poytuxt. Keyinchalik bu Rossiya imperiyasi tarafidan ham mana shu shahar afsuski o'qqa tutilib, yanchib tashlangan.
turkiylar haqida endi asosiy ma'lumotlarimiz Albatta, endi mana o'zi- shu. o'zi- vaqtimiz tugab qoldi. Vaqtimiz vaqt masalasi bor, bo'lmasa 32 millatli turkiy xalqlar juda to'g'risida katta, juda katta. haftalab gapirsa bo'ladi. Haftalab gap. Hurmatli muxlislar, ayrim berilgan fikrlar haqida demak boshqa xaritaga otib qo'yamiz. Ayrim berilgan fikrlar mulohazalar haqida aytib o'tamiz. Asosiy mana shunday chiroyli turibdi. Hali quyoshdek yer yuzida quyoshdek chaqnab turibdi, mana shu xarita tursin. Xo'p, demak, mo'g'ullar haqida so'raldi, hurmatli muxlislar. Demak, qarang, bir narsani endi to'g'ri biz turkiylikni yaxshi ko'ramiz, endi hammani turkiylikka qo'shib olish degani emas. Bugungi kunda mo'g'ullar tilini tushunishda biroz qiyinchilikka uchraymiz, agar ularni turkiy deydigan bo'lsak. Shuning uchun ular ham Oltoy oilasiga kiradi, mo'g'ullar. Shunday ko'rish kerak ularni. Turkiylar, mo'g'ullar, manjurlar, mana shunday. U yog'i koreyslar, yaponlar. Biroq uzoqroq qarindoshlar deb. Shunday bir uzoqroq qarindosh. Unutmang, Rossiya Ukraina masalasini gaplashamiz. Bunda aynan vengerlarning roli bor. Viktor Orbanning Kiyevga va Moskvaga tashrifi muhokama qilinadi. Juda bir xarizmatik rahbar. Endi tagi Turkiyada va shuning uchun hammani o'ziga qarata oladi. Mana shu vengerlar ham bu Turkiya xalqimiz deydi. Lekin ba'zi bir savollar bor va uzoqroq qarindosh. Mana vengerlarni ham xuddi shunday uzoqroq qarindosh, chunki u fin-ugor bilan turkiy xalqlarning birlashuvidan yuzaga kelgan deb aytishadi. Lekin venger nomi bu o'sha 10 o'g'ur, 10 urug' mana shulardan kelib chiqqanligi aytiladi. Vengerlar bor. Manjurlar, ular ham uzoq qarindosh hisoblanadi. Unutmaylik, Xitoy respublikaga aylanishidan avval umuman Xitoyni manjurlar boshqargan. Manjurlar boshqargan va so'nggi imperator ham manjur bo'lgan. Unutmaylik. Endi qiziq holat bor. Bu tagi turkiy xalq bo'lib, bugun turkiy tilda so'zlashmaydigan. Bu bolgarlar. Bolgarlar katta sonli. Nurbek shunday bolgarlarning sonini qarab yuboring internetda. Demak, bolgar millati bor. Ular Volga bulg'orlari aslida. Ular o'zimizning turkiylar. Mana shu chuvashlarning eng yaqin qarindoshi bo'ladi. Bulg'orlar, Volga bulg'orlari va ular g'arbga qarab ketadilar, bugungi Sharqiy Yevropaga. Demak, o'zlarini o'sha Bulg'oriyadan 6400, demak 7 million atrofida bulg'orlar. Ular o'sha Sharqiy Yevropaga qarab ketadilar va tillarini almashtiradilar. Ular turkiy tildan slavyan tiliga o'tadilar. Bu qiziq holat, masalan, bulg'orlarning mana hozir Hayratxo'ja, mana shu chuvash va bulg'orlar qarang, O'g'uz, Qarluq va Qipchoqqa kirmaydigan guruhi. Yagona guruh. O'zi aslida alohida bu guruh, ya'ni. Bular yagona guruh. Ya'ni mana 3 ta katta laqcha deymiz-ku, Ixtiyor aka. Shunday. Yana bitta laqcha bor. Yana bitta laqcha bor. Faqat ularning soni juda kam bo'lgani uchun e'tirof etilmaydi. Ularning soni juda kam bo'lgani uchun ular alohida aytilmaydi. G'aybularga aytadilar-ku, 30 ta turkiy xalq bir-birini tushunadi. Shu yoqutlar biroz qiyinroq, chuvashlar yana ham qiyinroq tushunishga. Xo'p, mana bolgarlarni demak mana xoni yodimdan ko'tarildi. Qarang. Mana hozir yodimdan ko'tarildi. Mayli, keyin kursularda aytarmiz. Ya'ni bolgarlarning xoni bor. Mana shu xon ularni demak o'sha Nurbek qarab yuboring shu bolgarlarning xonini. Ularni Sharqiy Yevropaga boshlab boradi va ular tillarini almashtiradilar. Lekin bolgarlar tagi ular ham turkiy xalq. Ixtiyorga sizga kattakon rahmat. Kelgusi kurslarda ko'rishguncha salomat bo'ling, hurmatli muxlislar. Demak, 10 daqiqalardan so'ng biz mana shunday qadimgi turkiy xalqlardan biri bo'lmish vengerlarning rahbari Viktor Orbanning Rossiya Ukraina urushini tugatish bo'yicha harakatlari haqida gaplashamiz. Ya'ni bizga iqtisodchi Shuhrat aka Rasulning aytishlari bo'yicha Viktor Orban Kiyevga Vladimir Putinning takliflarini olib borgan. 10 daqiqalardan so'ng keyingi kursda. Salomat bo'ling. Rahmat, Ixtiyor aka. Xayr.